O'tirib ol. 30 sekund jim o'tirib o'ylab podkast bu 30 sekund jim o'tirib ol. Yo'q. Gaplashamiz. Masalan, ikkimiz gaplashdik. Bu gap o'sha gapni gaplab olsa 30 sekund, 1, 2, 3, 5 minut indamay o'tirasan masalan. Keyin biz gaplashib turamizdan o'rtoq tomonga bir savol beramiz. Oddiyroq savol. Keyin bu javob berdilarni javob bergandan keyin bu bizlarni davramizga qo'shilib ketdi. Bo'lmaydi. Bo'lib ochib qo'ydi. Ochib chiqdi. Hozir masalan biz gaplashib o'tirdik-ku. Gap nechik mavzu, nerinda ne gap aylanib turamiz bu tahlillat bo'lmayapti. Bizda masalan Linux ketib qoldi, o'rtada grafimiz ketib qoldi, mavzumuz nima talqin bo'lib turadi, bu gap ish o'tirdi. Keyin bu javob berib başlayır. Bizlar qo'shilib başlayır. Chunki bu mavzuga girish bo'ldi. Hozir masalan, hozir nima gaplashamiz bilmaymiz, mavzu yo'q. Bu hayron qoldim masalan, nima deb gaplashamiz? Kiberxonlikdan mana bilib turaman. Lekin mavzu kiberxonlikda ma'lumot yo'q. Lekin mavzusini kim bilib turadi, lekin nima gaplashishni men bilmayman masalan. Shuning uchun ikkimiz gaplashib başlasak, bu keyin qiziqib başlayır. Videoni yozdingizmi? Boshida ham. Hozir bu masalan uyalib turamiz. Chekib turamiz o'shani. Meni kimdir O'zbekiston ko'ribdi deb bo'ladi o'shani. Faqat O'zbekiston Turkmanistonga. Shuning uchun ikkimiz gaplashib yuraylik. Okey, siz savol. Keyin ham bu qo'shilib turadi. Siz savol ko'rsa boshqa tarixiy nima sevadi yo'q. Masalan siz navbatda kelajak ko'rishda kiberxavfsizlik mutaxassis bo'yicha ish bor, yoki haydovchi bo'yicha ish bor. Qaysi biri misol uchun yorug'roq yoqtiradi, ravshanroq yo'q. Hozir endi hozirgi vaqtda men o'zim kelib chiqishimdan, o'la ko'rishimdan hisob kitob etsam, menga kiberxavfsizlik yo'nalishi qiziqli tuyulibdi. Lekin men bu sohada ishda ko'rmadim, ma'lumotim yo'q. Lekin men Yandex taksi odamlarni tashish bo'yicha shug'ullanib ko'rdim. Bunda men ma'lumotim bor, bilimim bor, tajribam bor. Masalan, normalniy oilani boqtirgan darajada, lekin keyin katta biznes g'oyalarini, katta ishlarga o'tish uchun menda Yandexda ishlab bu darajaga erishib bilmasligim ham kalamishir. Prosta oila ro'zg'or olgan darajada pul topsa bo'ladi Yandexda taksi haydab turib. Lekin kiberxavfsizlik hozir bizlara o'zimizda hammamizni hayotimizga kuchli girib keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda, televizor reklamalarda, hamma yerlarda bu kiberxavfsizlik bo'yicha reklama afishalar chiqdi. Keyin buni xalqimizga dim kerakli narsa masalan banklarda, idora tashkilot korxonalarda masalan shuni o'zini bir xodimlar, ko'plab xodimlar, kuchli yetuk xodimlari bo'lishi kerak. Uning uchun biz kiberxavfsizlikda dargohlarida, shuni o'quv targ'ibotlarida o'qib, ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Lekin men hayotda kiberxavfsizlikdan umuman ma'lumotim yo'q. Chunki kiberxavfsizlik bo'yicha bizlar biron bir tushunchalar berib o'tsangiz. Okey, kiber degan so'zni tushunib boshla. Misol uchun bizda oddiy o'zimiz yashayotgan hayot bor. Bu hayot o'zida xavfsizlik degan tushuncha bor, xavfsizlik. Misol uchun maktabda garovul bo'ldi, yo bo'lmasa oddiy bir binoga yig'ilsangiz ham, albatta odam xavfsizlik qonunlari. Bu siz tekshirib ichari o'tirdik. Bu real hayotdagi xavfsizlik. Kiber degan narsa bu raqamli olama ishlab turgan so'z. Misol uchun biz telefon ishlatamiz, internet yuramiz, kompyuter ishlatamiz, aqlli kolonkalar chiqdi. Misol uchun Alisa ya'ni biz raqamli narsalar ko'payib qo'yib, raqamli narsalar bizga uchun xavfsizlik kerak. Bu onda garovul desak, o'zim oddiy tushuncha bo'lib qoldi. Garovulga qaraganda murakkabroq tizim bor edi. Ya'ni bir dona antivirus so'zning tarkibida bizga ko'proq narsalarni himoya qilishimiz kerak. Ko'proq hujum yuzalari buzib kirish mumkin bo'lgan joylar bor. Biz avvalo buzib kirishni desak, himoya qilishni bildiramiz. Ashuni o'rganadigan soha kiberxavfsizlik, ya'ni raqamli olamdagi xavfsizlik tanlash kiberxavfsizlik sohasining ishi. Eng oddiy tushuncha. Bu kiberxavfsizlik masalan bizlar O'zbekistonga yaqin 3-4 yil, 5 yilda girgan narsa masalan men bilishimcha, lekin bu o'zi avval nechanchilarda paydo bo'lgan kiberxavfsizlik yo'nalishi yo boshqa rivojlangan mamlakatlarda nechanchilarda barpo bo'ldi, o'ylab topildi bu narsa. Keyin bizlar yaqin 5-10 yilda girib keldi masalan. Zahri qilay bo'lsin. Shaxsiy biraz sen fikring xato. Masalan bu Amerikada chiqdimi? Nida chiqdi bu birinchi navbatda kiberxavfsizlik degan yo'nalish? Kiberxavfsizlik degan yo'nalish taxminan men uchun AQShda chiqdi deb o'ylayman. Amerikada. To'g'ri, Amerikada chiqqan. Amerikadagi bir dasturchi veb-sayt ochadi, 20-asrda gap bo'ldi. 1990-1980-yillarda gap bo'ldi. 90-yilda bo'lishi, sababi internet paydo bo'lgandan keyin bu narsa o'zining veb-saytini buzib turib, xavfsizlikni o'rgangan maqola yozadi. Bu maqola internetdagi blogdagi maqola. Misol uchun siz bloger desa bo'ladi, vaniyada tushunasiz. Aslında bloger bu seriyasini soha aslında. Blog yani misol uchun
Ben İngiliz tilini biliyorum, İngiliz tili muallimman. İngiliz tili bo'yicha men o'zim fikrlarimni onlayn berib borsam, yo bo'lmasa video bo'lsin, matn bo'lsin berib borsam, men blog yuristman, men bloger bo'ldim. Vayne bir Vayne shu, biz Vayne bilan bloger ikisini chatashtirdik. Ashunga blog bor, Amerikada bir dasturchi o'zim blog ochgan, veb-sayt. Veb-saytda keyin u maqola yozadi, maqolasini tushuntiradi. O'zingga veb-saytini buzib kirib, uni xavfsizlik kuchaytiradigan maqola yozadi. Shu maqolaning izidan kiber xavfsizlik qaysi dunyoda Amerikada kuchaydi, ya'ni odamlar dasturchilar ko'p, ya'ni taza bir muhit chiqdi, veb-saytga tushuncha chiqdi. Odamlar qiziqib veb-sayt yasashga boshladi o'zini. Ya'ni domen sotib olibdi, server olibdi, o'zining saytini qo'yib, butun Amerika bo'ylab mahsulotini ya xizmatni sotib berish imkoniga ega bo'ldi. Misol uchun burun kimdir nonxonasi bor edi, nonxonasini qatlam-qatlam sotib qo'ydi. Amerikada internet paydo bo'ldi. Shu ARPANET proyektidan keyin odamlar nima paydo bo'ldi? Google o'z imkoniyatida butun Amerika bo'ylab ular endi nonni sotib qo'ydi. Ya'ni ko'proq klient internet orqali sotib. internet orqali veb-sayt ochibdi. Veb-saytdan keyin u non do'koniga borib qo'yibdi. Internetdan non do'konining saytiga kirib turib, misol uchun boshqa shtatdagi odam buni shtatidan non sotib olibdi, pochtadan yo'rdi, non yetib boribdi. Savolim bor edi. Birinchi bo'lib veb-sayt ishlab chiqarilganmi yoki personalniy kompyutermi? Birinchi kompyuter chiqqan. Eng birinchi chiqqan narsa kompyuter. Sababi veb-sayt ishlash uchun bizga kompyuter kerak. Yo'q, shu davrda serverlarda bo'lmaganmi? Serverlarda bo'ladi, lekin veb-saytlarga odamlar girish uchun ularga kompyuter kerak. Biz u vaqtlarda telefon bilan, o'rtoq telefon, hali unga olib qo'yilgan. Домашний. Go'shakli telefon. Shu bo'ladi. Bu telefon bilan internetga ulanish deyarli imkonsiz, deyarli. Ilojini topib narsa bo'ldi, lekin deyarli imkonsiz ular veb-saytga girish. Ammo hal ish shaxsiy kompyuter degan tushuncha paydo bo'ldi 1980-yillarda. Bu narsa o'zini eng yo'l hissasini qo'shadi ikki kompaniya bor. Birisi Apple, MacBooklar chiqargan kompaniya, yoki iPhone'lar chiqargan kompaniya bor. Ko'p odam iPhone kompaniya deydi. iPhone o'zi telefon mahsulot. Bu Apple degan ishlab olgan kompaniyasi mahsuloti. Ikkinchi shaxsiy kompyuter rivojlanishini zo'r qisqa qo'shgan kompaniya IBM. Mana shu ikki kompaniya 1980-yillarda bir-biridan zo'r raqobatli kompyuter shaxsiylashtirishga erishadi. O'zi kompyuter chiqqan vaqtda odamlar hamma o'yinda kompyuter bo'lsin, har bir odam kompyuter bo'lsin deb loyiha bo'ldi. Bu biznes uchun, bu sanoatni avtomatlashtirish uchun ular topgan narsa aslında. Misol uchun mana og'am misol uchun o'zini zavodi bor, zavoddan kiyim tiktirib, qadimdan chiqib qolgan u bir 200 dan odam olib, hammasini mashinaga o'tirib kiyim tiktiradi. Kompyuterlarda uni avtomatlashtiradi. Ya'ni kompyuter ulab qo'yamiz, avtomatik ravishda u kiyim o'zi tikadi, tok bo'lsa bo'ldi. Kompyuter vazifasi shu yani ishni avtomatlashtirish bilan. Endi buni shaxsiy kompyuter, odamlar hammasi o'zida kompyuter bo'lsin deb tushunchani biznesni yaxshi ko'rgan, pul topishni yaxshi ko'rgan biznesmenlarimiz soha Amerika olib keladi. Bu odam eng mashhur odam Steve Jobs, Apple kompaniyasining asoschilaridan biri. Bu odam Apple kompyuterini shaxslarga sotishni boshladi. Ya'ni kompyuter razmerini kichaytiradi, o'lchamini kichaytiradi. Apple bir kompyuterni rasmini Google'dan tarqatsangizda oddiy taxta ishlaydi. Taxta endi ekran, kichik ekranlar bor. Pastda kompyuter bloki bor. Ular disket tiqib turib, Apple shu vaqtdagi Macintosh'i yoqib ishlatiladi. Shu narsani do'konga olib borib, Steve Jobsning kitobida Walter Isaac degan odam yozgan, Steve Jobs hayotini biografiyasiga tushgan. Boshqa kitoblar bor. U 10 dan 20 dan kompyuter yasashni tushunadi, o'zining jo'rasidan. Ikki odam bilan kompaniya boshladi. Jo'rasini muhandis, kompyuterlar zapchasini, hardversini tushunadi. Yana bu Steve Jobs degan odam na hardver tushunadi, na software tushunadi. Lekin u shu yerda ishlagan odam nimadir mahsulot chiqarib turgan bo'lsa, zo'r chiqsin deydi. Sifati chiqsin, xo'shva chiqsin, kamchiligi iloji boricha bo'lmasin. Ammo imkoni yo'q narsaga u harakat qiladi. Misol uchun biz aqlimizda sodda qilmasligi shu barmoq uchunda bir nuqta bo'lsa, kompyuter boshini qaramsizlikimiz bor. Ichida misol uchun 1 terabayt kompyuter bor. 2 GB operatikasi bor, ichida eng zo'r kuchli chip bor. Shu narsa server desa biz shunga ishonmaymiz. Steve Jobsdan shu narsani real haqiqatga olib kelish haqiqat. Bu bilan menashiradi. Steve Jobs bizga yosh vaqtida kompyuterlar bo'lmadi-da. Bu kompyuterlar o'lchami 100 desa, kompyuter saytida kitob o'qiydigan bo'lsa, avval bir xona, ulli xona kompyuter ichida o'tibdikan azol. Ulli xona kompyuter bor, ichida uni ulli rezistorlar bor, bir kompyuter bilan shu bir o'ldan qarab to'q kerak bor. Mana shu kompyuterni kichaytirish uchun u harakat qiladi, jo'rasida bunga erishadi. To'g'ri vaqtdan IBM kompaniyasi o'zining kompyuterini chiqaradi, lekin IBM chiqargan kompyuterlarning asosiy maqsadi biznesga sotish bo'ladi. Ya'ni biznesmenlar kompyuter kerak, odamlar kompyuter kerak-da. Nasıl kompyuter deb tushuncha bor. Steve Jobs aytdi, yo'q dedi. Biz kompyuterni personallashtiramiz, shaxsiylashtiramiz dedi. Hammada shaxsiy kompyuter bo'ldi dedi. Hamma o'zi kompyuter bo'ldi dedi. Odamlar bunda kompyuter ishlab turdi, bu odamlarda yo'q ehtiyojni yaratib bildi. Ya'ni odamlar qiziqtirib bildi. Kitobda bayonki 10 dan 20 dan kompyuter bo'ldi, do'konda park qilib yuradilar. Bunda biz kompyuter sotib turamiz, doish tursin do'konda. Sotib sotib, u yashab zararli.
Ana shu turib sotib turgan kompyuterni. Necha ming dollar sotib turgan. Bu kompyuter joyishi ichida 1-2 oylar bo'ldi oddiy. LED ekran o'yinlar bor, kalkulyator bor, keyin material bo'ldi. Boshqa Websayt bormi? Websayt. Yo'q, Ya'ni birinchi chiqqan kompyuterdan veb-saytga ulanish imkoni bor. Oddiy kompyuter, kompyuter bosib ekranda yozish chiqdi. O, odamlar shu shoxda zo'r narsa. Ya'ni hamma qog'oz yozib berdi, mashinka bordi. Lekin ekranda yozib chiqarish degan narsa oddiy odam uchun bu narsa alanda bo'lishi. hech bo'lmaganda kalkulyator degan narsa bo'lganmi shu kompyuterlarda? Kalkulyator bor. Kalkulyator bilan material yozdirani bilan keyin yana ichida bir ikki o'yinlar bor. Bo'ldi. Shu kompyuter nechadir ming dollar sotibdi. Va o'sha vaqtlar Steve Jobs ekan, men kompyuter shaxslashtiraman va buni bahosini tushiraman degan. Rasman bahosini tushirib qo'ygan. To'g'ri biz hozir kompyuter qimmat deymiz, lekin u vaqtdagi kompyuter bilan hozir bahosini solishsa, u vaqtda kompyuter bin qimmat. Biz hozir ham sotib o'zimizga boshqa kompyuter oddiy odam misol uchun imkoniyat kuch desa, kuchini yetdi. Uncha katta narsa bo'ldi. Toshkentda chiqib ketdi. Steve Jobs keyin kitobni aytdi, akam bugun so'zdir, shkafni olib bordi. Shkafı açtır, nima shkaf ochmagan, shkafda nima yurdi? Shkaf yo'q. Qo'shimcha sabab qo'shadi. Keyin orqasiga o'tirdi shkafni. Shkaf orqa tarafini ustida. Bir shkaflar 90% orqasi yasalmaydi. Panel yoki yo'q. Devor ostiga qo'yildi. Divorga qarab qoldirdi, deb orqasini qo'shayotmaydi. Oddiy bir panel bo'ldi. Ya boshqa bir yaqinsiz mifas chiqib narsa. Orqasini doim orqasidan ko'rdi. Orqasini ustida aldiyani qo'shadi, ona yo'qlar. Ichini ochib, ichidagi tarafini ko'rsatdi. Yo'ram qo'shadi. Akizatki, odam ishga bo'lishi kerak deganlar gapirdi. Ya'ni sen nima deyishsang, ishga mehir ber, zo'r aytishing. Kamchilik chiqmasin. Ha, siz o'z shu narsani o'zini oxirgacha o'zini shirat oladi. Nima maqsad chiqarsa, iPhone chiqardim. Texnikalar shuncha ham kuchli. Maqbul chiqardim, boshqa chiqardim, bizdan zo'r aytadi. Oddiy misol uchun Toshkentda kompyuter kelib biza ko'ringizlar. Yoki ichida RGB bor, yan balandlik, ikki ko'rinadi. Girsangizlar, nima 2-3 dona o'zini hardware orasida bo'shchalar bormi? MacBook ya boshqa Apple mahsulotini chiqarsangizda deyadi hamma jihozlar bilan. Aynan shu taqdirdan bir-birini italab yo'qsa bir-birini olsa tushib o'ynab qolmaydi. G'ib makka bitadi. Zishchalar. Veb-saytga yaratilgan bo'lsa, veb-sayt ham ko'p. Veb-sayt internetda ixtiro qilib Tim Berners-Lee degan odam bor. Tim Berners-Lee internetda veb-sayt yasashni bizga boshlab qo'ygan. HTML dasturlash asoschisi. Veb-sayt yasab ko'rsatib berdi odamlar bu narsa qiziq deydi. Misol uchun ChatGPT, Gemini, sun'iy intellekt modellari bizlarga qiziq-ku misol uchun. Bizlar kelib bilan gaplashib turib, savollar javob olib turib, vaqt taqalmoq uchun veb-sayt tushgan narsalar. Qiziq narsalar. How degan odamlar, Istanbulda o'tgan. Shu yerda boshlangan. Ashu davrada yana degree borki. shu veb-sayt qanday tarqalgan kompyuterlarga? Kompyuterlarga veb-sayt tarqalgan deyish davom to'g'ri bo'lmaydi. Sababi tarmoq degan narsani bilamiz, to'g'rimi? Tarmoq degani bu ikki kompyuter bir-biriga bo'ldi, tarmoq tayyorlash. Internet yani International Network, xalqaro tarmoq. Bu Amerikani harbiylari ARPANET degan loyiha boshlagan. Bu o'zi ikkinchi jahon urushidan urushni boshlagan narsa. Ya'ni harbiylar bir-biri o'rtasida maxfiy Strategiyalarni bilib olish. maxfiy aloqa almashish. Keyingi rejalarni bilib olish. Boshqalar biz bilmasa kerak, shu uchun boshqa loyiha bo'ldi. Keyin bu moliyalashtirib chiqdi, ya'ni o'zingizdan pul topish kerak, keyin bu markazda boshqa narsalarni butun dunyoga ko'rsatish. Tushunib, internetni dunyoga ochirdilar ular. Shu evangelisa oxirida. Shu vaqtdan keyin veb-saytlar paydo bo'lishni boshladi. 3 ta www degan so'zni avvallar ko'p eshitganman-da eski telefonimda. Hozir bor. Shuni uzaytirilgan nomi nima? World Wide Web. Butun dunyo bo'yicha World dunyo Wide yani World Wide yani butun dunyo. Web yani o'rganib turadi. Butun dunyo o'rganib turadi. Tarmoq ham agar qarasak shunga o'xshab ketdi. Masalan, men uyimda, sen uyingda, misol uchun o'z o'yimiz uyda uchimizni uchida uchini bog'lanibdi. Uchini bog'lab chiziqdan chizib, topib o'yincha to'liq qilgan narsa. Butun dunyodagi internet tarmog'i shunga yasadi. Shu narsalar. Bu narsa keyin 3 ta bo'lib qo'yish, biroqlari birozida shak bor. Ya'ni internet butun dunyo internetga girish uchun albatta www.domain.uz.com.ru girish kerak bo'ladi. Lekin bara-bara bu narsa tashlanadi. Ya'ni HTTPS shunaqamidi? Ya HTTPS protokol bu. Biron HTTP bor, HTTP bor, Hypertext Transfer Protocol. Bu protokol usul bu. Misol uchun men ma'lumot bersam, men o'yim misol uchun Yunusof Toshkentda men Urganchdagi Zohidga ma'lumot bersam. Yuborishim uchun ma'lumot yuborish o'rtada protokol kerak. Protokol ya'ni bu qoida. Qoidada to'plam. Meni ma'lumotimni nechta bo'lib borsin. Misol uchun biz bir stakan kofe degan matnni Zohidga yuborsak bo'lsak, u natib borsin. Bir stakan kofe degan matn
harflar hammasini yig'ilib turib borsinmi, yana harflar bo'linib borsinmi, so'z borsinmi, orada internet uzilmasin, nima bo'lsin, internet tez bo'lsa, nechta bo'lsin. Shu narsani konkret protokol bor, qoidasi bor. Shuni protokollardan biri HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Bu narsa o'zining davrida eng zo'r texnologiya bo'ladi, eng zo'r protokol bo'ladi. Lekin oradan vaqtidan keyin hakkerlar bilan zaiflik topdi, kamchilik topdi, buzib kirish imkoni topdi. HTTPda yerib turadi ma'lumot oddiy matn ko'rishga yetdi. Bu narsa misol uchun mendan Zohidbek desa, oraga hech kim qo'shilmasa, zo'r. Lekin orada hakker deb qoldi. Rozboyev hakker HTTP protokoldan hidayat Zohidbek yaratgan narsani o'rtaga tushib qoldi bu. Keyin ochiq o'qiydi bu. Ochiq o'qiysa, men yaratgan narsam bilan ko'rinib shifrlash yo'q, gizlash yo'q. Zohidbek ham misol uchun men Zohidbek o'quv markazi ertaga qachon hech kim aytmadim deb turib, o'rtada otishamiz, tushib turib, ochib turib, butun dunyo og'iz ochar. Men hech kim bilmasa aytgan narsa. Keyin odamlar HTTP yasashdi, ya'ni taza protokol chiqdi. Hypertext Transfer Protocol Secure chiqdi. Ya'ni SSL qo'shilgan variant chiqdi. Bunday endi ma'lumot oddiy ko'rinishda, shifrlangan ko'rinishda birinchi, ikkinchi bor. HTTP protokol, HTTP. Va bu narsa kerak. Bu narsa o'z ostiga yozish kerak. Lekin Telegram, Instagram, YouTube kengligida misol uchun siz kommentariy yozsangiz, kimgadir nimadir sayt adını yozsangiz, shu platformani o'zi avtomatik ravishda HTTPS qo'shib qo'yadi, bilmasdan. Bu foydalanuvchi uchun qulaylik endi. Hamma HTTPS degan yozib olmaslik uchun. Hamma yozib olmaslik. Kommentariy bo'ldi. Albatta qo'shib qo'yamiz. Lekin dasturlashda, ITda, kiber xavfsizlikda nimadir sayt domenni sizga ko'zak qo'ysangiz, aldan HTTPS yozmasangiz, u butun dunyo internetida shu kompyuter lokal serverga shu narsani bo'ladi. Va natijada kompyuter serveri narsa yo'q. Mavzudan sal uzoqlashib ketganda, kiber xavfsizlikka qaytib ana. Kiber xavfsizlik hozir bizlara hayotimizda nechal darajada zarur deb bo'ladi. Kiber xavfsizlik kerak. Men bu darajada eng zo'r professional odam kiber xavfsizlik eng zo'r bo'ladi emasman. Kiber xavfsizlik suv bilan havoga kerak narsa deb ko'raman. Men buni endi bizlar o'quv markazimizda kiber xavfsizlik doirasida reklama qilamiz, bizlar kursimizda reklama qilamiz. Bizlar o'quv markazimizda bu tadqiqotdan kiber xavfsizlik kerak narsalardan biri deb bildirdim. Sababi zamon shunga qarab qo'ydi. Misol uchun biroq odamlar katmanmay odamlar bo'lsa, keyin traktor chiqdi. Traktor ustasini talab ochdi. Hozir aytajak, kimdir traktor ustasini misol uchun izlash uchun hurmat deb narsa aytib o'tdi. Shu tushunadi. Endi bizlar o'tib qo'yamiz. Ya'ni oddiy qog'ozdagi ma'lumotlar, boshqa ma'lumotlar endi raqamlarga ko'chib qo'ydi kompyuter ichida. Misol uchun biroqlar men Panet degan programmani telefonga o'rnatish uchun 2019-yilda sim kartamni yozdim, nomerga kod yozdim, bo'ldi. Shu kifoyat. Men yuzingni rasmini ol, pasportni olib kirish, plastik tanki bo'lishi kerak, nomer tanki bo'lishi kerak. Umuman yo'qdi. Programma ochdim, любой ekan plastikni qo'shib qo'yganman, oxir plastikni qo'shib qo'ydim, yo'lda plastik bo'lgan qo'shib qo'ydim. Yengilliklar bor. Yengillik, lekin bu zaiflik ham. Men zaiflik. Yo'lda kimdir plastik topib oldim, agar u sim kartasini aktivatsiya qilmaydi bo'lsa, masalan, bank tashgan zaiflik olsa, kartani men qo'shib qo'ydim. O'zim uchun ferman berdim. Odamlar uni rivojlanib qo'yib, hakkerlar ham uni rivojlanib qo'yib, keyin talablarni oshib qo'yib. Shu vaqtda misol uchun ishga bo'lsa, hozir уже yuzimsiz hikoya chiqarib programma. Hamma programma talab qiladi O'zbekistonda. Amerikada chet el boshqacha bo'lishi kerak, O'zbekistonda talab. Pasport nomeri yuritish kerak. Sim karta olib bo'lishi kerak. Plastik karta bo'lishi kerak. Programma o'zimizdan yozishimiz kerak. Shu O'zbekiston sharti. Ya'ni hamma ma'lumotni raqamga o'tirib qo'yadi. Sababi nazorat uchun ham, xavfsizlik uchun ham eng yaxshi yo'l shuni qarab qo'yasiz. Hamma narsa raqamga o'tilgandan keyin uni himoyasini ta'minlash kerak. 2-3 oy burun 15 million ma'lumotlar tarqatib dedilar, undan keyin mobil ma'lumotlar tarqatib dedilar, undan keyin yaqinda kiber xavfsizlik markazining xodimlari tarqatib dedilar. Bu narsalarni biz ko'p eshitmasligimiz uchun kiber xavfsizlikka yaxshiroq urg'u O'zimiz shu kuya tushmaslik uchun allandan tayyorgarlik ko'rishdi. Misol uchun biz o'ylashimiz mumkin, mana men oddiy bir ilon qilib chet elda yashab yuraman, men shaharda yashayman, qishloqda yashab yuraman. Menga kiber xavfsizlik kerak yo'q, men shu molim boqaman, to'g'im boqaman, taksim haydayman, ustachilik qilmayman, menga kerak yo'q deb yuraveramiz, lekin shunday zamonga qoldik. Bizlar majbur qoldik, elimizda telefon bo'lishi shart, sim karta bo'lishi shart. Sim karta bo'lmasa plastik qo'shib qo'yamiz. Maygova gir bo'lishi shart. Maygova girmasang, boshqa bilan girmaydi kafelarda masalan. Hamma narsa raqamga o'tirib qo'yishga bizlar majburiyat qo'ydik. Zamon talab bu. Hozirgi pullar hammasi raqamli bo'lyapti-da. Qog'ozli pullar yo'qolib qoldi. Misol uchun metal va yoqilg'i shoxobchalari. Restoran tikdim. Fotolashtiralar ham o'zi qonun bo'yicha 1-apreldan plastik o'tish kerak. U ya'ni sanangli naqd pul ishlanmaydi. Toshkentda borsangiz-da, Toshkentda avtobus, metroga naqd pullar qo'ymaydi. Elektron. Umuman 200 ming so'mdan qo'ymaysiz, umuman plastik bo'lmaydi.
Toshkentdagi avtobuslarda уже na yo'q qolgan, pul yig'gan odam yo'q. Haydovchi ham yo'q, pul bilan to'laymiz. Sizga savolim bor edi. Toshkent metrosidagi terminal kirib qoladi-yu pulni. Shuni qanchalik xavfsiz? Qaysi biridan? Bu terminal uchunmi yo plastik egasi uchunmi? Plastik egasi uchun Plastik egasi uchunda. Masalan, hozir bitta joyga boramanda, masalan, plastikni tegib o'tib ketamanda. Bu necha so'm yozilganini men bilmayman. Necha so'm kirib qo'ygani ham bilmayman. Bu endi davlat bilan xususiy narsani tushunamiz. Metro davlat mulki, bu yerda militsiya bor, ichki ishlar bor, milliy gvardiya bor, metro xodimlari bor, kamera bor, kuzatuv bor va shu validator, plastik bo'lgan validatordir. Validatorda bizning so'm to'lashimiz yozilibdi. Undan ko'p punktlarda yetishi mumkin-da. Va aytib turdim, hammasi raqamlashib qo'yib, kiber xavfsizlik o'z o'zimiz raqamli dunyomizda zo'rlanishimiz kerak, kiber xavfsizlik o'rganishimiz kerak. Shu plastik urdikmi, telefonni ochib bizda hech bo'lmasa sinov eshigini ko'rib turishimiz kerak. Bu yerda aytaman 95%, balki 100% xavfsiz. Agar hacker uni aralashmadi bo'lsa, ehtimol aralashmadi deb umid etamiz biz. 1 million so'mimiz eshitib, boshqa hech bir sabab bu narsa kunda tekshirildi, validator kamera bor edi, ichki ishlar bor, o'zini xodim bor, kimdir hacker bo'lib turgan fleshka tiqib, twerkani ochish ulgurdi. Hozircha tushunadi. Ertangi misol ular tarmog'idan kimdir buzib kirib turib, tushirishni bilmasdan aytsa bu. Misol uchun 1 million so'mda 55 ming narsa bor. 1 million so'm mana hukmat chiqadi. U 48300 so'm ochdi masalan. Nima yashatmadim? Shunga yashatsa bo'ldi. Lekin u ishatish ham noqonuniy birinchidan, ikkinchidan ular tarmoq kuzatildi. Ulardan kiber xavfsizlik mutaxassislari bor. Bizlar jamiyatda ko'proq kiber xavfsizlik mutaxassislari kerak turibmiz. Bu degani, kiber xavfsizlik umuman yo'q. Banklardan tashkilotdan kiber xavfsizlik mutaxassisi yo'qganda, mutaxassis bor, ishlab qoldi. Atari kiber xavfsizlik mutaxassisi kerak bo'lgan soha ko'payibdi. O'quv markazi yuritildi, misol uchun biz o'quv markazida o'quvchilarni ro'yxatdan onlayn bizda masalan, to'g'rimi? Biz shu onlayn ro'yxatdan olish tizimidan kiber xavfsizlik tarafini o'ylab qo'yishimiz kerak. Misol uchun biz 11-may kursini o'tdik, kiber xavfsizlik va ingliz tiliga. 11-maygacha tasavvurga bizda $100 pul oldi ma'lumotlar. Qaysidir hacker bizlarni shu ro'yxatimizda buzib kirib, nomerlar ham, odamlar ham hammasini o'chirib tashladi. Chaykashtirib tashladi. Natijada misol uchun biz kiber xavfsizlik bizlarga kerak emas deb o'ylash mumkin. Ya'ni bizlar o'zimizdan bu narsa zaif nuqtamiz bo'lishi mumkin. Agar shu narsani biz ta'minlaganimizda. Raqamli pullar qiziqarli savolga qiziqib qoldim. Boshqa rivojlangan mamlakatlarda qog'oz pullar muomaladan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, faqat elektronik pullar ketgan bo'lsa, kartochka orqali, terminal orqali, telefonda programma orqali o'tkazilgan bo'lsa, qog'oz pullar chiqib ketgan bo'lishi mumkin rivojlangan mamlakatlar ba'zi birlarda. Masalan, O'zbekiston ham keyinchalik qog'oz pullar ishlatilmay faqat elektronik pullar o'tish imkoniyati bormi? Qachonlardir? Hozircha meni bilishim bo'yicha butun dunyoda bir mamlakat ham to'liq qog'oz puldan voz kechgani yo'q. Sababi davlatlar ham kiber xavfsizlik tarafini diqqat bilan buni ko'ribdi. Sababi hakerlar bor. Misol uchun polni qog'oz puldan bizga umuman kerak yo'q. Biz plastik ishlatamiz, biz kriptovalyuta ishlatamiz. Boshqa usullarimiz qog'oz chetimiz deydigan bo'lsa, hakkerlar buni buzib kirib, bu pulni olib qo'yishi, miqdorini yetkazib qo'yishsa, bir hisobdan ikkinchi hisobga o'tib qo'yish holatlari bo'libdi hozirgacha. Shuning uchun hali hech qaysi hukumat 100% voz kechgan yo'q, lekin Amerikada, Yevropada, Xitoyda ayniqsa kriptovalyuta, Bitcoin va boshqalar bor. Ular oddiy qog'oz bilan muomala. Misol uchun menda agar Bitcoin ma'lum bo'lsa, men oddiy do'konga kirib, bu yerdan milliy qog'oz olishim mumkin. Masalan, O'zbekistonda emas lekin. O'zbekistonda ko'p odamlar kriptovalyutadan qo'rqdi. Chetda kriptovalyuta oddiy pullarga muomala girib bo'ldi ham. Ya'ni chetda Pul sifatida ishlatib bo'ldi. Biz ham misol uchun o'zimiz aytamiz, ana Afrika rivojlangan, Afrika cho'l. Shunga odamlar o'ylaydi, lekin Afrikada Bitcoin yo'q. Afrikada qana u eng chekkadagi qishloqlar borib turib, do'konlar yasasangiz ham Bitcoin qilib turadi. Bitcoin ishlab turadi. Ular kriptovalyuta ishlab turadi. Bitcoin juda qimmat u. Yo'q, qimmat, lekin Bitcoin ham misol uchun 1 Bitcoin bizga $400 bormi masalan? Bir Bitcoinni olib qolishga pullar yetadimi ularni? Bitcoinni so'mash o'xshamaydi. Bitcoin bizga 0.00001 miqdor olib ya'ni Bitcoin olish uchun 1 Bitcoin butun olgan shart yo'q. Dim kichik miqdorlar, misol uchun 100 ming so'm miqdorlar Bitcoin ham sotib olishimiz mumkin. Shu bilan ham biz tranzaksiya qilmaydigan kimlik olib yuribmiz. Buni iloji bor. Va Bitcoinni misol uchun o'zi Bitcoin tamom yaxshi ko'rdim, lekin bir tarafi zo'r Bitcoin zincir chain bo'lgan. Misol uchun Bitcoin buzib kirish iloji bo'lishi mumkin, lekin mumkin. Masalan, men Bitcoin'im bor bo'lgan bo'lsa, mendan keyin kimdir yana Bitcoin olsa bo'lsa, buni Bitcoin men Bitcoin.
Bitcoin degan zincir. Bilsa ketma-ket bilan ikkita. Misol uchun bizada xiyol bo'lishi mumkin, raqamli pul. Biza programma yapamiz. Nima ko'p? 200 ming, 300 ming, 1 million bormi? Qaysidir hacker shuni buzib kelib turib 200 mingga 200 milliarddan o'zgartirib qo'yib bilmayman, to'g'rimi? Nomer o'zi. Masalan. Bilmayman, uncha tushunmayman-da uni. Masalan, u hakkerlar u kriptovalyutani pulini masalan buzib kirib uni o'zini shotini rasmiylashtirib o'tirib oldigan bo'lsa, masalan, u shu zanjir sifatida hammasi bir-biriga bog'langan dedik-ku masalan. Shuni hammasini parollarni topib chiqishyapti, o'tirib olishni boshladi, to'g'rimi? Yo'q, gap paroldan gap uni buzish fantastika. Sababi kriptovalyuta Bitcoinni manzili bo'ldi. Bu manzili misol uchun biz Telegramda aprel goh deko'shimiz mumkin, goh deko'shimiz mumkin, yo bo'lmasa Ismoilov deko'shimiz mumkin, nechta yuzini qo'ydik, to'g'rimi? Kriptovalyuta Bitcoinda manzil, harf, nomerlar aralash, bu o'zi fantastika. Misol uchun men sizni odingizni bildim, tug'ilganingizni bildim, lekin men siz Bitcoin manzilini topishningiz fantastika. Siz Bitcoin majburlab o'zingizni yuzingizga kiritib qo'yasiz. Unda o'zing xohlagan kodini qo'yib bo'lmaydi. Yo'q, bu aralashtirishda bir 20-30 xona harf, nomerlar aralashtirsa shunisi bo'ladi. Kod atadi. U koddan sizning u kodni kimdir oldi, odam siz hisobingizga kirib qo'yib baribir. Bu kod sizga pul o'tirish uchun. Ha, faqat pulni o'tirish, chiqarish uchun kod yo'q. Mana Bitcoin manzilim bor, masalan. Men Bitcoin manzilimni zaxtiga bosam, zaxtiga ular men buzib kirib bilmaydi. U faqat sana pul o'tirib turdi. Bitcoin hech boshqaruvilgan hisoblangan bo'lsa, Bitcoin hisobdagi pullari boshqarish uchun boshqa programmalar bor endi. Boshqa programmalarni biz login etib beramiz. Shu programma zaiflik bo'lsa, bizlar Bitcoin buzib kirish mumkin. Unda Bitcoin emas, Bitcoin tutib turan wallet hamyonimizni buzib kirish mumkin. Hamyonimiz tutib, Bitcoin buzib kirmaydi. Ya'ni Bitcoin suv o'xshab narsa, uni qo'yib ishlash mumkin. Bitcoin plus tarafi ham keyin u zindan ketib odamlar bankisiga ya'ni Bitcoinni soxtalashtirish imkoni yo'q qaysidir. Misol uchun men chiqtirib hamyon ochib turib, bu yerda men o'zimga 300 Bitcoin deb yozganimda, men uni kimga o'tirmaydim. O'tirajak vaqtimda Bitcoinni o'sha tizimni, zinjir tizimini tekshirdim. Men Bitcoinni. Mendan birinchi odam kim? Mendan keyingi odam kim? Mendan birinchi odam o'sha Bitcoinni ma'lumotlar bazasida yo'qmi bo'ldi? Saqlab qo'ydim. Menga Bitcoin yo'q dedi. Saqlab o'zim. Masalan, Bitcoinni O'zbekistonga almashtirajak bo'lsak, shuni qanday bajarsa bo'ladi? Hozir bu O'zbekistonda bir masala, sababi O'zbekiston kriptovalyutalar katta qarab, agar ro'yxatdan o'tib litsenziya olib, davlat misol uchun soliq to'lab, yo'l bo'lsa, shu yerga soldi. Binance degan programma bor, Binance reklama qilamiz. Boshqa programmalar bor, mana shu Binance. Binance programmada Bitcoindan Binance hamyondan Visa kartasi chiqadi. Visa kartadan keyin banknotni hisobga bo'ldi. Lekin bu jarayon qiyin O'zbekistonda bo'ldi. Chet elda bo'ldi. Lekin xalqaro xizmatlar uchun Bitcoin zo'r. Chet elda misol uchun nima sotib olish bo'lsa, qaysi xizmat sotib olish uchun Bitcoin zo'r. Lekin O'zbekiston ichida Bitcoin bunga narsa. Bunga o'z kartxo'mo. Masalan, variant. Lekin O'zbekiston barobar qachondir ancha Bitcoin bo'lmasa boshqa kriptovalyutalarni qabul qiladi. Menimcha, sababi oddiy pulda oddiy xalq uni to'g'ri ko'p odam metir osmonga qaratib ichida yana yer rasm ekan haq deb aytish mumkin. Lekin hammadan yashayapmiz. Ko'p odam pul o'zidan soxta pul oldan qolishi mumkin. Ya'ni mesela plastik ham ko'p do'konlar o'zimdan plastikdan to'lab savdo qildim. Nima o'tirdim rasm ko'rsatib nima bo'ldi aytadi. Ishon, oddiy chek ishon topdi. Zo'r, musulmonlar ishonishimiz zo'r gap. Orada yashash bo'lish kerak, lekin odam tekshirish kerak. Men uni o'tirmasam, men misol uchun Photoshopga ChatGPTga rasm yasatdim, chek yozadi. 200 so'mni olib qo'ydim, familiyasini qo'ydim, plastik kodni oxirida 4 xil qo'ydim. O'zim otib qo'ydim, yana u tekshiruvdi, tashlab olib ketadi. Ulug' do'konlar emas, kichik do'konlar. Yo'q, do'konda bo'lishi mumkin, yo'lda oddiy bir so'ranglar bo'lishi mumkin. Ko'p odam tekshirib o'tirmaydi. Kaparalar bor edi, turman telefon esingiz kelsin. Kapara o'tiradi bu oddiy tarash. Bu narsa xalq uchun yengilroq bo'lgan varianti kriptovalyuta deb o'ylayman. Va kriptovalyutaga o'tishdan burun xalqi boshida biza raqamli pul o'rgatishimiz kerak. Ya'ni raqamli pul deyish nima to'g'ri, UzCard xizmati, lekin shuni o'tish uchun ortda ko'prik u. UzCard xizmati ishlatilgan odam ertaga kriptovalyuta ishlatish ansab bo'ldi. UzCard xizmati va plastikka umuman qiziqmagan odamlar kriptovalyutani o'tishi zo'r. Menimcha hukumat o'zining UzCard xizmatiga qo'llanishga e'tibor beradi. Menimcha shundan metallashni o'tishi, resurslarni o'tishi. Keling, endi xavfsizlikka keladigan bo'lsak, qaysi qurilma xavfsizlik bo'yicha eng yaxshisi? Qurilma deganda, misol uchun mobil telefon va kompyuter. Mobil telefon. Mobil telefonda reklama qilamiz. Pixel Google kompaniyasining smartfoni bor. Hozircha 2026-yilda Graphene OS sistema bor. Graphene OS. Graphene OS Google Pixeldan boshqa smartfonda hozircha bo'lmaydi. Lekin
Twitter'da o'qidim ben. Motorola degan kompaniya bor, ati ham biladi. Motorola Hello Motor asli telefonlar. Shu telefonlar 2027-yildan boshlab GraphineOS sistemasini o'zining ichida smartfon chiqaradi. Keyin qilsa ham Motorola ham Google Pixel'da grafik ishlatish mumkin bo'ladi. Hozircha butun dunyo, bu men fikrim emas bu. Yolg'onsa O'zbekistonda hakkerlar buni aytgan gaplar bu. Butun dunyo eng katta himoyalangan sistema GraphineOS. Sabab iPhone oldiran bo'lsak, iPhone kompaniyasi Apple hali vaqtida telefon ochib kuzatib haqqi bor. Sabaqsan sotibdi. Hech qachon siz Apple bo'lsin, yo'q kompyuter bo'lsin, foydalanish shartlarini ochib band kod o'qirdingizlar. Roziman bosibsizlar, aslında Apple balki hali vaqtida sen telefon ochib ketamiz. Hali vaqtida telefon qaytarish haqqimiz bor degan bandlar ham bor. Biz ham o'qiymiz. Apple shuni kuzattirdi. Apple Amerika hukumatining aslida loyiha bu. To'g'ri, mustaqil loyiha, davlat loyihasi emas, lekin Amerika o'z shirkatlari bor. Bunga men qisqa qo'ydim. Ikkinchi variant bo'lsa, iPhone'dan boshqa Androidlar bor. Android Google kompaniyasi Androidni moliyalashtirdi o'zining loyihasi. O'zi ishlab chiqardi. 2007-yilda Android sotib olgan. 2007-yildan beri Android rivojlantirish bo'yicha Google shug'ullanadi. Shuning uchun Google telefonlari, Android telefonlari hammasi ichida Google xarita, Google Play Market, Google Maps, Gmail hammasi default holatda bor. Zavodskiy programma keldi. O'chirib qo'ymay. Sabab Google o'zining mahsulotlarini bizga reklama qildi. Shunday. Bu ya'ni Google bizga ishlatib bo'ldi. Sabab biz Google Maps'dan foydalanamiz, Google xaritadan. Lokatsiyaga ruxsat beramiz. Bu ya'ni Google bizga beramiz bo'ldi. Biz Google fotosidan foydalanamiz, Google rasmlarni ishlaymiz, Google rasmlarimiz bor. Biz Gmaildan foydalanamiz. Elektron pochtadan. Gmailda biz qaysi saytlarga ro'yxat qo'ydik, kimga elektron pochta Google bilan kuzatib bo'ladi. Ya'ni qaysi nimada biz Google Android bilan Apple iOS iPhone telefonlaridan xavfsiz emasmiz. Qaysi nimada xavfsiz emasmiz, biz kuzatish mumkin. Bu yirik kompaniyalar. GraphineOS'da kuzatishning iloji bormi? GraphineOS'da kuzatish iloji bor. Qachon biz o'zimiz ruxsat bersak iloji bor. GraphineOS o'rnata vaqtimizda uning ichida na Google programmalari bor, na iOS programmalari o'zi, boshqa sistemalar. Hech nima bo'lmaydimi? O'zini kamera programmasi bor, moddiy SMS programmasi bor. O'zini o'zini oddiy default programma bor. Ular hech qaysisi interes yapmaydi. Ya'ni internet umuman yo'q. Hammasidan foydalana oladi. Va u programmalar hammasi open source. Open source ya'ni ochiq manbali, GitHub'ga boshqalarga biz uni kodni o'qib bilamiz. Va yana bir plyus tarafi GraphineOS'da biz почти 80-90% tizim ilovalarni o'chirib bo'ldi. O'chirib tashlab undan boshqasini qilsak bo'ladi. Ya'ni boshqaruv biz majbur emas bu yerda Play Market bilan boshqalar. Masalan, shu GraphineOS'ga hozirda ko'p tarqalyapti-ku, hakkerlar doirasidami Apple fayli. Ana shuni o'rnatsang, buzib kirib biladimi GraphineOS'ni? GraphineOS'da memory allocator degan funksiyasi bor. Keyin GraphineOS'da har bir ilova o'zi uchun yopiq muhitda ishlaydi. Misol uchun men GraphineOS'ga Zahpek degan Apple fayl o'rnataman bo'lsam, Zahpek degan Apple fayl uchun papka ochdim. Shu papkaning ichida ishlaydi. Papkada chiqarib chiqaman rasmlarim, mana videolar. Telefon ichidagi ma'lumotlar tarqalib ketmaydi. Yo'q, izolyatsiya bo'ldi. Izolyatsiyadan oddiy papka ochdim, shu papka ichida ishlaydi. Papka ichida agar o'zim bilib turib rasm tashlasam yo o'zimni ma'lumotlarni bilsam, keyin bu. Kim ularga? Bunga iloji yo'q. Oddiy kameralardan e'tibordan bo'lsang, rasmdan yoki suratda video olajak bo'lsang, kameralar ishlanadi. Qachonki sen kamerani ichiga ruxsat bersang, keyin kamera ochiladi. Videodan shunday. Mikrofonlar telefondan gapirishga bo'lsang, mikrofonni ochgandan keyin gaplashib qo'ysin. Ochmaysan, ovozim bormaydi. Bu ovozim sana kelmaydi. O'zi smartfonlar eng zaif emas endi. Bu bizlar yoqtirolmaymiz, lekin eng yomon degani shu. 3 narsa bor. GPS bor, joylashuv, kamera bor, mikrofon bor. Mana shu uchisidan bizlar hazır kuzatsa bo'ladi. Hazır ovozini eshitib bo'ldirib, o'zimizni ko'rib bo'ldirib, video ta'minlab bo'ldirib. O'rganishni ko'rib bo'ldirib. GraphineOS'da shularni o'chirib qo'ysa bo'ladi, bekor tartib. O'chirib qo'ysin, sen Google'a gitmaydi, hech qanday gitmaydi. Masalan, O'zbekistondagilar qanday qilib bizni kuzatishadi? Masalan, kim? Masalan, Davlat xodimlari, ana shunaqa. Davlat xodimlarini bahona sababi bor, qaysi sababi bor? Institut jinoyatchi bor, jinoyatchi tutish kerak. Tutish uchun ularga bir vosita kerak. Qadim zamonlarda misol uchun iloqlar yurib, iloqlarga o'g'ri girmadimi, kimdir o'g'irlamadimi deb so'zlashib yuradi. Hozir murakkablashadi. Hozir telefon. Hammaning anda telefon bor o'zi. Telefon. Oddiy misol uchun YouTube'da kommentariy yozib, Telegramda, Instagramda diniy material tarqatgan tutib beradilar bor. Ular ichki bo'lsa, ular Instagramda o'zini rasmini qo'yib,
adını yazıp nomer yazgan yo'q. Ular raqam deydi, ular izi bor va Google va iOS'da shunga nima bor? Qoida bor. Agar davlat rostdan ham jinoyat chekani isbotlab bersa, Google ham, Apple ham o'zini smartfonda foydalanuvchi ma'lumotlarini hukumatga beradi. Hukumat ochib qo'yadi. Va undan tashqari yana bir narsa chaqirman. Apple bo'lsin, Google iOS bo'lsin, bular Amerikaning mahsuloti, Amerikaning mahsuloti endi davlat mahsuloti emas, lekin davlat cheklari bor. Davlat ham yo'q emas, davlat ham bor. Ular misol uchun o'zlarining dushmanlarini ham yaxshi biladi. Ular, okey, Google, sen xohlagan narsani chiqar, xavfsiz chiqar. Bizlar ham buzib kirmaydi demiyor. Yani sen Apple'sin, sen zo'r iPhone chiqaribsan, eng zo'r xavfsiz kompaniyasan. Bo'ldi, biz sana deymiz, sen xavfsiz chiqar, unga bizlar ham buzib kirmaydi demiyor. Meni o'zim eshitganim, hakkerlar eshitganim, nechta bo'ldi. Backdoor degan narsa bor, ya'ni zaiflik bor. Ataylab bilib ko'ra Androiddan iOSdan zaiflik tashkil ya'ni telefon buzib kirish uchun. Bu buzib kirish bilan telefonda kamerasidan girsa bo'ladi, mikrofon girsa bo'ladi, nakasiyani topib, hammasi topib, sim kart olish topsa bo'ladi. Va bu zaiflik yo'llar hukumatga beradi. Amerika hukumatiga. Amerika hukumatining bahonasida terrorizm, ekstremizm, o'g'ri, jinoyat shular uchun bizlar yana zaiflik tashakkur va zaiflik guruh bizlarga bersin. Keyin hakkerlar, kiberxavfsizlik mutaxassislari ko'lab shu zaiflikni topdilar. Ya'ni shunga loop bu, tekst jarayon bu. Hukumat bilan bu IT kompaniyalar doim zaiflik tashakkur bizlar shunga buzib kiribdilar deb shart qo'yib, mana hakkerlar kiberxavfsizlik mutaxassislari topdilar. Background degan narsa bor, qilishdilar. Keyin taza versiya chiqib, taza versiyada ko'na zaiflik bartaraf etildi, lekin boshqa yana zaiflik qo'shildi. Shunda demak Xitoy va Amerika o'zini mahsulotlarini, texnikalarini любой bir respublika davlatga kirib sotish uchun boshqa davlatga uni bir vaqtda davlat xodimi ochib kirishga ruxsat bersa, shunda tovarni kirib sotishga ruxsat berdi ularga. 99% holatda shunday. Misol uchun Rossiyada bugun Telegram blokda, Instagram blokda, YouTube blokda, почти hamma narsa blokda Rossiyada. Bunun sababi bu Amerika'nın g'arb bilan dushmanchilik emas. Rossiya haqlidir. O'zining hududidagi odamlarni qo'lni kuzatib turishi. Sabab YouTube, Telegram Pavel Durov Rossiya chiqargan, lekin Rossiya ruxsat darajada so'zlab turadi. Instagram Amerikanki, Facebook Amerikanki, Twitter Amerikanki, YouTube Amerikanki, Google Amerikanki, Apple Amerikanki, 90% raqam maqsad Amerikanki. Amerika Rossiya hukumatidan shunga navbat yo'q narsa. Doyasib turadi. Rossiya buni xohlamadi, o'zi Max'dan ishlamay chiqardi. Shundan olib ketishdi Rossiya shuni xohlabdi. O'zbekiston shunga talablar bor. Bir vaqtlar bilan bo'lsanizlar, O'zbekistonda Instagram, YouTube blokadi. Bir dona Telegram emojilarni, Facebook ham blokadi, Twitter ham blokadi. WhatsApp bor avval masalan. WhatsApp bor. Agent WhatsApp, Viber bor. Kapara messenjerlar blokadi, ba'zi blokadi. Sababi hukumat xohlayverdi, oshib kompaniyalar O'zbekistonga ochib bersinlar backdoor. O'zbekiston hukumati ham olib ketsin. Lekin bu narsa natija bermaydi. Qarasa O'zbekistonda iqtisodiy muhit, odamlar rivojlanish, tabiiy rivojlanish shunday ishtirok kerak. Majbur ochdi, lekin yeri bor. Isroil kompaniyasi bor. NSO Group degan, bu Amerikaga yordamlardir. Ham Isroilning eng kuchli kiberxavfsizlik kompaniyasi. Shu kompaniya 3-4 programma chiqargan, spyware, ya'ni shpion programma chiqargan. Bu shpion programmani hukumatlari qimmatga sotdi Isroil. Va O'zbekiston hukumati shu programma sotuvi haqida shu kompaniyalar o'zini veb-saytida ochiqcha qo'yadi. Misol uchun ularda interaktiv programma bor, Pegasus programma bor. Bu programma o'ynamaydi. Misol uchun Google Play Market'dan sotib applikatsiya o'rnataman, yo bo'lmasa iOS'da App Store'dan o'rnataman, yo kompyuter exit o'rnataman emas. Bu shunday programma, bu yo'naltirildi. Kimdir IP manzilini, yo bo'lmasa MAC manzilini yo'naltirildi, bo'ldi. Siz uni sezmaysiz, telefonda bormi yo'qmi? Savozmi yo'q, lekin siz kuzatib o'tirlar. Hozir bizlar eshitib boshlar, masalan. Sabab bunda grafik yo'q hozir. Google programmasi Amerika qo'yilgan. Lekin O'zbekiston hukumati programmasi qo'ygan. O'zbekiston programmasi. Misol uchun O'zbekiston bizlar o'zini kasinalar dushmanlik qilsa, biz O'zbekiston dushmanimizlar. Dushmanlik qilsa, bizlar yangi programma yo'lga turib, bizlar vakansiyamizni joylashamiz. Mana o'tirgan uyimizgacha mikrofon eshitib, kamerada bizlar kameraga girmasa ham yurib, telefondan ma'lumot qilib turibmiz, telefonning ichki materiallar bor, hammasini ko'rib turish güchli. Agar biz iOS bilan ishlasak, Graphene OS degan sistemada bu narsaning iloji yo'q defaultda. Lekin hozir O'zbekistonda Graphene ishlatgan odam ham baribir sim kartalar masalan, Beeline, Mobile, sim kartalar masalan unga qistirama bilan baribir antena ko'taradi. Ishlamadi. Graphene ishlamadi. Gaplashish aloqasi ham yo'q, SMS aloqasi ham yo'q, xabar ham jo'natib qo'ymaydi, telefon kelmaydi, telefon gitmaydi. Bizda majburgan ham Android programma bo'ldi masalan.
Masalan, altında şey bu buraya. Bir oy ishlab Ishga qoldi, o'xshaydi, keyin grafik. zo'r bo'ldi masalan, lekin birdan to'xtab qoldi, aloqa uzilib qoldi, telefon ishlamadi. Keyin bunga bizani Android programma bo'lgandan keyin hammasi yana ishlaydi. Masalan, Demak, shunda Grafenosdan ular blokada qildi O'zbekistonda. Kuzatuv undan yo'q bo'lgan uchun, undan kuzatuvni ochib qo'yish uchun hamma kompaniyalar blokada qildi. Android bo'lgandan keyin hamma deyman dedi. Misol uchun biz ustiga ko'rsatdik, mobil ishlatik, bilan ishlatik, balki budjet tuqmadi. Shuni tuqmadi. Bizlar ishlatmaganlar blokada qildi. Va buni oddiy tushunadi, ya'ni O'zbekiston blokada qildi. Institutlar O'zbekistonda, institut ya'ni bir tashkilotlar bor. Tashkilotlar blokada qildi. Ustiga blokada qildi. Keyin bora-bora Beeline qildi, masalan. Shunday tushunsak bo'ldi. Va blokada qilgan taqdirda Grafenosda shu ham funksiya bor. Har 10 minutda, 15 minutda aloqamiz qo'yib qo'ygan. Gatastonda chiqadi. Bizlar bilan yetmaydi. Misol uchun Zahbek tasavvur sen ishlatib o'tsin telefonni, kimdir bilan ko'rib o'zingga o'ynab o'tsin, 10 minutdan keyin dup yo'q qoladi. Antena yo'q, internet antena yo'q. Sabab? Sabab Grafenos ishlatib shu. Bizlar bu narsa yapmıyoruz, doğru mu? Uzun vaqt. Lekin bu aslında xavfsiz yo'nalishda o'ylab topgan narsa. Seni kimdir kuzatib o'tirgan bo'lsa, ular birdan o'chib qoldi, ular kuzatishni to'xtab qoldi. Sen lakasdan o'rnini o'zgartirish mumkin, telefonni o'chirib tashlash mumkin, ular seni topib qolmaslik uchun. Ular sen kuzatuvni to'xtatib qo'ydi o'rtadan uzib. Sessiyadan tushuncha bor. Misol uchun men sen telefonni buzib kirsan kuzatish boshladim. Masalan, men bir sessiyaga ega bo'ldim. Sen internet o'chib qolsa sessiya qildi o'sha. Men ta'sis sessiya chiqmaydi senda. Ta'sis sessiya shu masalan nishon olishim kerak. Ya'ni sen buzib kirishing kerak. Ya'ni ish qiyinlashtirdi. Grafenos'inchik har 10 minutdan sen o'zib qo'ydi. O'zini o'zi ish qo'ydi. Esingizdan nima telefon yo'q. Nechik bo'ldi Grafenos? Misol uchun Ham masalan boshqa Android yoki iPhone telefonlari o'zing o'chirmayincha ya zaryad tom bo'lib o'chib qolmaguncha o'chmaydi. Odatda ishlab turadi telefon. Grafenosda masalan bir sotkada 2 marta, 3 marta o'zi xohlagan vaqtida o'chib yonishi xususiyati bor. Sendan so'rashmaydi, o'zi xohlagan vaqtda o'chib qoldi, yana qayta yondi. Qayta ishlatishdir, bir o'chib yondi, ammo sen programma ishlatib o'tiraman, bu holat telefonda gaplashib o'tiraman bu yo shunchaki cho'ntagida turaman bo'lsam, o'zini o'zi o'chib yondan xususiyati bor. Bu birinchi xavfsiz tarafi, ikkinchi xavfsiz tarafi tarmoq signal yo'qoladi birdan. Keyin yana paydo bo'ladi biroz vaqtdan keyin. Bu seni kuzatishi to'xtatib tashlashi mumkin. Seni kimdir chetdan kuzatib turgan bo'lsa, mana telefonga buzib kirib, shu yo'qolib qoladi signal o'rtada. Boshqa telefonlarda bu yo'q, Android, iPhone'larda yo'q. Ular seni onlayn 24/7 kuzatadilar. Androidni men 8 dan boshlab ishlab boshlatganman. Har Androidni yangilagan paytim xavfsizlik darajasi yuqorilashgan bo'ladi. Masalan, shu paytlardagi fayllar har xil fayllarga kira olalardi-da. Ona savol nima programma? Yo'q. Har xil fayllarni ko'rsatar edi telefonda. Hozir ko'rsatmaydi. Ko'p fayllar yo'qolib ketgan. Yo'q, bor. Lekin ko'rsatsa bo'ladi. Lekin uni zarchiver shunaqa programmalar bilan ko'rsatsa bo'ladi hozirda. Lekin avval o'zi ko'rsatar edi-da, avvalgi fayllarda. Sizlardan Android uchun 4.1.2 ishlab boshladim. Samsung Galaxy S3'da. Menda yana bitta shu paytlar men PUBG degan o'yin o'ynardim-da. Bu o'yinni eng normal holatda o'ynash uchun 10 GB lik yuklamasi bor edi-da. Har safar onam o'chirib tashlaydi, onam. Keyin shuni men bitta nani o'rganib qoldim-da. Uni hech kim emas, o'zim yaratdim shu usulni. Android data shu faylga kirib PUBG faylini zip fayl qilar edim-da, zip fayl. Safa qo'yib, keyin PUBG'ni ishlataman. Keyin PUBG o'chirib tashlagan vaqtda yana bir marta o'tirardim-da, shu zip faylni yana bir marta chiqarardim. Har safarda internet 10 GB tortib Menda shu o'rnida yana bitta savol qo'yaman-da kiberxavfsizlikka. Savol paydo bo'lib qoldi. Masalan, Telegram ijtimoiy tarmoq masalan, avvallari eski Android telefonlarda Jibir-Jik telefon hozir endi topish qiyin bo'lib qolgan telefonlar, lekin bor. Qidirsa topsa bo'ladi. Jibir telefonlari o'zini zamonida zo'r telefon bo'lgan. Telegramni muammosiz ishlar. Hozir donlimot 2026-yilda Jibir telefoni Telegram ko'tarmaydi, ishlamaydi. Ustonovka qilmay qoldi ular. Nechun? O'zini nechun to'xtatib tashladi uni. Lekin o'zini zamonida zo'r ishlar shular. Biznes, sun'iy eskirtirish. Shunda sun'iy eskilashtirish bu ko'na telefonlarni ketma-ketda o'yindan chiqarib tashlab, toza mahsulotlarni sotish bo'libdi. İşte misol uchun tasavvur siz mashina ishlab chiqardingiz. Ularda nazardan 2 million bor, 2 million sifarish sotib qo'ydingiz. Hammada mashina bor, hamma mashina zo'r yuribdi. Sotib qo'ydingiz. Biznesni davom ettirdi. Masalan, yo'q endi. shu paytda Telegram 20 megabayt bo'lsa, hozirgi Telegram taxminan bir 80-90 megabayt emasmi? Shunga yarasha o'sgan emasmi Telegram? O'sganingda uning ichida toza ijtimoiy tarmoq funksiya boshladi. Misol uchun biz
Biz Telegram GIF, sticker, biz animatsiyada. ishlab bergan vaqtimizda GIF yo'qdi, stiker yo'qdi, video call yo'lkash yo'qdi, audio call yo'qdi, do'ngaloq video yo'qdi, rasm yozish yo'qdi, video yozish yo'qdi, oddiy matn bor, emoji bor. Keyin unga rasm yozish qo'shildi, video yozish qo'shildi, gruppalar paydo bo'ldi, keyin super gruppalar yaratdilar, keyin kanal, keyin bot, keyin video call paydo bo'ldi, ya'ni ilovani funksionallar kengayib bordi. Kengayib bordi evaziga uni megabaytdan ulab bordi. Yani içine köprak kod tıkılıp, köprak vazife bacarish imkoniyati paydo bo'ldi. Grafik o'zi qaytadi, siz o'sha antenna tutsa. Antenna tutsa albatta, zo'r qaytsa, lekin tutmaydi. Qachon uni hukumat, balkim hukumat odamlar yo kompaniyalar, o'zi kerakli kompaniyalar uni ochib beradigan bo'lsa, kodlarini yana qaytib ishlasak bo'lardi. Lekin ochib bersa, u ochib bersa fantastika. Fantastik ochib bermaydi. Ochib bersa mumkin, hukumat uchun nechta ular bekor tashaksa, davlat hujjatlarini narsani tashaksa, keyin ochib bersa, mumkin. Balkim ular kiber xavfsizlik yuzasidan biza bilimimiz kuchlasa, ularni bloklab qo'ygan kodini topib, biza yana shuni qayta ochib berish ehtimoli bormi? Lekin bu qonunga qarshi chiqadigan bo'ldirishlar bir narsa bor. Misol uchun qonunda yurisprudensiyada agar qonunda shu narsa yozilmagan bo'lsa, qonunga zid narsa bo'lsa, qonunda shuni yomon narsa bo'lsa, bu iloji bor. Misol uchun ko'p odam VPN dan qo'rqadi, VPN ishlash kerak. Masalan VPN biza taqiqlansalar, TikToklarda VPN ishlatib bo'lmaydi. Avvallar ishlatdik, keyin ishlamaydi. TikTok bo'lgan O'zbekistonda. VPN O'zbekistonda bunaqa narsa emas. Bloklangan narsalarni ochib berib VPN. Yo'q, qarang, ikki xil tushuncha bor. Bloklangan veb-sayt O'zbekiston hududida bloklangan taqiqlangan bo'lsa, unga girish mumkin emas, qaysi dunyoda. Buni materialdan girish mumkin emas. Lekin VPN ishlatmagan qonun yo'q. VPN yana bu misol uchun TikTokga girish yoki qaysi yoqimsiz bo'lar bo'lsa girish masalasida VPN bu virtual xususiyatlar bor. Misol uchun bizda server bor. Server xavfsiz foydalanish uchun bizga VPN kerak. Bu VPN dan foydalansak biz jinoyatchi bo'lmaymiz. Ya'ni VPN dan foydalanish yomon ish emas. VPN dan foydalanib turib, noqonuniy materialga buni tarqatish yoki targ'ib etish noqonuniy. U ya'ni ertaga misol uchun bizda grafikimizda bo'lsin, yo boshqa sistemalar bo'lsin, nimadir shu kodini topib turib ochib ishlasak, bu qonun buzilganda. Agar biz birov haqqini qo'ygan bo'lsak, yo hukumat siz bilan qonunni chetishga ketmasak. O'zi qonundan grafikni o'z ishlatadigan narsa yo'q. Grafikni O'zbekistonda blokad tushadi yo'q. Ishlasa, lekin Yevropa ittifoqidagi ba'zi davlatlar grafikni taqiqlab grafikni bor telefon tutsa, do'rgan bo'ladi. Sababi Yevropa ittifoqi uni kuzatmaydi. Amerikada lekin bu emas. Ular qonunda yo'q bu. Ular qonunga kirib qo'ygan, grafikni ishlatmaydi. Ishlatmaslik kerak. Lekin aktivistlar va hakkerlar va kiber mutaxassislar bor, xavfsiz bo'lish uchun baribir ishlatilmasin. Shunga o'xshash yana bir sistema bor. Kompyuterda Kali Linux, lekin men uni grafikni o'zgartirdim, yuzli himoyadan deb bilmayman, lekin hakkerlik uchun, qonuniy hakkerlik uchun, kiber xavfsizlik uchun eng zo'r operatsiyalardan biri. Misol uchun Windowsdan farqlanadi shuni ishlatadi. Men ishlab ko'rganimda farq ko'proq terminalda ishlar edimda. ls, cd shunaqa buyruqlar, apt install shunaqa buyruqlarni ko'p ishlatar edimda. Uni ishlatishni men ChatGPTdan boshladimda, uni o'rganishni, kodlarni shu bilan o'rganib ketdim hozirda. Ko'p programmalar o'tmaydi lekin. Windowsdagi ko'p programma umuman ishlamaydi. Sabab boshqa muhitda unda biz tushunishimizga kompyuter kernel bor, keyin kompyuter o'qib turgan dasturlar bor. Boshqa operatsiya sistema, bu operatsiya sistemani kodini o'qib berish majbur emas. Ikkinchisi, uni o'qib berish uchun uni kernelni, uni kodlarini bunda o'qib berish kerak. Fantastik. Shuning uchun Windows Kali tushmasligi, Kali programmalar Windows tushmasligi kerak narsa. Keyin men fayllarni o'tirib ko'rdimda, masalan Telegram o'tirdim, Instagram o'tirdimda. Excel'lari yo APK. Bilmadim, lekin bir dasturmidi, ichi fayl bo'lib keldi. Ana shu faylni ochamanda, u hech qanday dastur degan nomi yo'q. Bitta faylni ustidan bosaman, Telegram ochiladi-da. Ha, shortcutga ustidan bossam, yo'q, shortcut emas. Faylni ichidan qidirib topaman shu programmani. Kalidan? Kali Linuxda. Kim ochiladi-da Telegram. O'zi Kali Linux, o'zi umuman Linux asoslangan operating sistemalar dasturchilar kiber xavfsizliklar, ya'ni kompyuterda oddiy foydalanuvchi muvofiqlar uchun zo'r narsa. Sababi unda kompyuter o'ziga moslashgan bo'ladi. Ichida haloncha buzib, Wi-Fi sniper va boshqa xavfsizlik bo'ladi. Windows, macOS o'xshash sistemalar esa oddiy foydalanuvchilar uchun qaysilarda hammasi tayyor. Misol uchun macOS programma yozishchi, hozir programma o'rnatib ishlab bo'lsangiz, inventor turib bo'lsa kifoya yozishchi.
Windows samolyotga nisbatan buyrak so'zim. Linux nimaga doim o'zing kurishing, o'zing olishing. Qiyos bo'ladi. Plus tarafi Linuxda kompyuter ichidagi nima bo'lishi kerak, biz boshqa qilamiz. macOS bilan Bizlarga kerakli dasturlar, programmalar, fayllar o'zida родной bor Linuxda. Windowsda uni yuklab olib ustanka qilib qo'yish kerak. Keyin Windows hali endi tushunib boshladi bu narsani. Misol uchun men Windows 7 ishlatishdan boshlagan bo'lsam, Windows 7 deb yozsam, kichkina bo'libdi. Maktabda Windows 7 kompyuterlar, keyin Windows 10. Shularda Windows 7 ni o'rnagan vaqtda ichida driver bo'lmaydi. Driver kompyuter kerak narsa uchun. Masalan, men bozorga borib kompyuter oldim, Windows 7 disk oldim, kompyuterga getirdim, Windows 7 ni o'rnatdim, kompyuter yondi. Kompyuter ichida undan girmaydi. Umuman Wi-Fi tutmaydi. Ichida Wi-Fi hardware bor bo'lsa, chipi bor. Tutmaydi. Abi Ethernet kabel bakın, internet kabel. Bunlar için internetlemiyor. Telefondan yüzüyle internet preslen, interneti almıyor. Niye? Bu Microsoft'ta sen işi şu vakti. Windows 7'den çıkardı, sistem edip anlaşılır geldi. Lakin driver'lara adını açış gerek. Driver, kompütür alıp durup, içe Windows açış gerek, üstteki driver'ı açış gerek. Driver'ı var, Office'ı açış gerek, keyin antivirüs'ü açış gerek. Yani kompütür satılan iş bitmedi. Yine sistem olarak dedi, okey. İşte shuncha fayllarni ustanokka o'rnatib xotirasi biron bir fayl to'lib qoladi, yarımni to'lib qoladi masalan. Disk olsa. Disk kichkina bo'lsa. Ya uni ichini xotirasini ko'paytirib, kuchlantirish kerak bo'lib qoladi masalan. Masalan, hozirgi Linux'larda esa u o'zining ichida родной Linux hozirda emas, kuni misol uchun 10 yil burungi Linux'larda ichida Wi-Fi driveri, boshqa driverlar o'zi ichida keltirdi. Yani ichida tayyor sen Linux o'rnat bo'ldi, ichim bitdi. Hammasi ichida. Doğru, okey, Linux görünüşü içindeki menüleri, knopka, basınçlar, hoşay, olması mümkün. Windows yani. Lakin içinde tayyor, işletiş tayyor da o narsa. Menga Windows'ning bitta tarafi yoqmadi-da. O'zining original veb saytidan yuklab oldim. Yuklab olganimda aktivatsiya so'radi. U aktivatsiyani borib ochib keldim-da dasturchilarga. Onu doğru düşünüş gerek. Ne kadar var? Misal için tasarrufunda bize Arkay'ın okumak çalıştık mesela. Mesela çalıştık. Bir de bize operasyon sistemi yasadık mesela. Operasyon sistemi bir hafta, bir ay, bir yıl yasadık mesela. Doğrusu sunni internet bilen bize bir yıl içinde yasatışı mümkün. Bir ay içinde yasatışı mümkün. Lakin bunu yasatışı için köp mehnet, asad, pool, server, kompüter git kaldı. Ve komanda gerek. Bu komanda misal için alınma yaşadılar. İşçi var, nefsi var, ihtiyaçlar var. Onlar kandırıp bir yere yayınlamasa adamı tarkan çıktı. Şunca komanda yığıp şunca meyet atıldı. Şimdi şunca adama şu atan meyetin hakkını veriş gerek. Aslında için Windows operasyon sistemi puldur aslında. Windows 10 ya 15 satılacak olsa $150. Windows Plus sen arasına sıkılar olsun. $150 turap aktivasyon atılır aslında. Bizler ögeçteki dasturçular mesela kompüter satın alacaktır. Kesin aktivasyon ettiremiyoruz. 50 milyon aktivasyon ettiremiyoruz. 100 milyon aktivasyon ettiremiyoruz. Pulunu alır sana buzlama ayetini aktivasyon ettiremiyoruz. Noqonuniy mi u? Noqonuniy. O'zbekiston qonunlarida uni qattiq yopishtirolari yo'q, sababi davlat korxonalarining aksariyatida Windows'ni buzuq versiyasi ishlatiladi. Buzuq versiya nima bu? Tasavvurlatinglar, men stakan chiqardim. Bu stakanni ishlab chiqish uchun men universitet o'qidim, masalan, bakalavr o'qidim, magistr o'qidim. Buni dizaynini chizdim va buni keyin borib misol uchun boshqa viloyatdan loyiha keldim. Buni shaklini chizdim, patent oldim, buni o'zim ketdim, muallif bo'ldim men buni yasadim men. Men buni yasancha misol uchun 10 yil vaqtim ketdi masalan. Yo'q, keyin men aytdim, "Ey odam zotlar, shu stakanni yo'ysan, satchaq etdim." Keyin mana kimdir chiqdi, buni bana kopyalab olib turib, men sizga 50 so'm, 100 so'm, 50 so'm deb oldim. Bu doğru xatami? o'g'irlabdi. O'g'irlabdi, чисто o'g'irlik bu. Ammo men aytdim bitdim, yasadim buni yo'qdim. Ya ayting misol uchun, Windows degan sistemadan boshqa sistema borku bro. Biz shuni ishlatdik, Windows bizdan qutqaryapti. Shuning uchun biz uni aktivasiyasini buzib qo'ysak bo'ladi, yo'q. Linux bor okey. Lekin Linux bizdan mashq emasdi. 10 yil burun misol uchun men Linux degan narsa bo'lgan 2016-yilda Linux bo'lmayapti. Android o'ldirdim, lekin Linux degan sistema kompyuter achish mumkin va Windows olmasa bo'lur degan narsa xayol yo'q. Windows o'ldirdim, Windows 7, 8. Ya'ni bizlar bilgan narsamiz borki, bu Windows bor elimizda. Bu Windows ham bizlar buzib versiyasini ishlatdik ömrimiz bo'yi. Maktabda shu narsa bo'ldi, elimizda kompyuter shu bo'ladi. Va bu narsa axloqqa zid. Microsoft kompaniyasi zo'r deyman, Windows zo'r sistema deyman, lekin bu yerda yuzlab, minglab dasturchilar ishlatdi. Ular oylik berish kerak. Ular oylikka yunab berish kerak. Va ular serverlar bor. Bizlar misol uchun Microsoftdan Windows'ni o'rnatib oldik, tartib. Bizlar shu saytdan shu programmani tartib berish uchun ular server kerak.
bu seviyede bu narsa xavfsiz turishi kerak. Xavfsiz turish uchun kiberxizmat asosida to'ydi. Bu narsani keyin tezroq turish kerak, zaiflar yapibdi. Buning uchun dasturchilar kerak. Bu kompaniyalar buxgalter bir dunyodan ishlaydi. Ular oylik berish kerak. İşçilerini aylab. Ular ham soliq to'laydi va bular bu narsani xarajatlar qoplash uchun majbur. Aktivatsiya so'ratib, litsenziyalar sotishadi. Ular shundan gung ko'rdi. Biz ham turishgan bo'lsa, davay 50 ming so'm shuni aktivatsiya qilaylik. Qimmat. Bu 50 ming so'mdan Microsoft va dasturchilar va ishlab chiqqan kompaniyalar bir tiniq puli yo'q. Va bularni bildirdilar ham, indamaydilar. Sababi boshqa davlatlarda O'zbekistonda misol uchun 1 million odam Windows yesa, shulardan 100 ta sotib olsa, haqiqiy yo'llar o'zini bildirdilar. Odamlar o'zini qurib etib, fonga yurdi. Kurb üyesinden köp adam o'zi pul tarafdan olsa, vasıtadan to'xtatib qo'ydi, emas. Tekin o'tdi. Tekin narsa bor. Linux, mut, Ubuntu, mut. Sizdan pul so'ramaydi, aktivatsiya so'ramaydi, lisenziya so'ramaydi. Uni chetladi. Lekin ularni xabardan o'shash kerak. Buning uchun ham misol uchun shu kompaniyadan kod yozish mumkin, kuzatish uchun. Ayniqsa Ubuntu. Shuning uchun iloji boricha open source yetish kerak. Ya bo'lmasa, pul ko'p bo'lsa, masalan, Apple kompyuterini olib chiqsangizlar, uning ichida aktivatsiya so'ramaydi. Sababi Apple kompyuterlari o'zining ichida macOS sistemasi bo'lgan. Tayyor aktivatsiya yo'q. Apple kompaniyasining kompyuterini ham kuzatishlari mumkin emasmi bizga? Masalan, Apple zo'r qoidasi bor. To'g'ri, Apple bizlarni kuzatdi. Amerika hukumati bizlarni kuzatdi, yaxshi. Lekin boshqa kuzatmadi zo'r taraf. Faqat Amerika kuzatdi. Amerika kuzatdi. Masalan, O'zbekistondan aka qo'yib ishlatsa. Okey, men misol uchun ikkita bir jinoyat qo'ydim. Masalan, u dum xavfli jinoyat topildi. Shu vaqtda O'zbekiston hukumati Apple ochib berishdi. Okey, tuzash uchun. Kimsaga zarar bermasdi. Boshqa vaqtda bizlarni O'zbekiston hukumati kuzatib qo'yish mumkin. Bungacha lekin nisbatan xavfsizroq sistema Apple, iOS, macOS. 100% mana xavfsizlik kerakligidan bo'lsa, telefonlar GraphineOS, kompyuterlar Linux open source varianti, open source yani ochiq varianti. GraphineOS kompaniya faqat telefon ishlab chiqdimi? Kompyuter ishlab chiqmadimi? GraphineOS telefon ishlab chiqargan kompaniya emas. GraphineOS sizlar mana o'qish bilan o'rganib ishlamaydi. Nima bo'ladi? Mana pul kerakda, okey, qarang, bizda shuni hisoblab odamlar asasin. So'rashadi, okey, ularni yapadi. Chetda donatgan sistema bor. Misol uchun bizda mechitlar bilan noto'g'ri bo'lsin, kutularlar pul tashlangan hisoblanadi. Chetda shuni donatgan sistema bor. Misol uchun Zohidbek maktabda 10-11-klass o'quvchisi bu garajda o'qishga kirajak. Lekin buni misol uchun iqtisodiy holati yog'dayini to'g'ri gamandiroq bo'lishi mumkin. Masalan, bu natdir bu. Chetda shunday darslar bor. Donat e'lon turib ijtimoiy tarmoqda yoki o'zining veb-saytida mana shuni o'qiyajak, mana donat qilinadi. Va bu narsa chetda tabiiy. Munoda ro'mol ustidan yurib, tilanchi, kambag'al demaydi. Yordam oldi. Aldan yasa yordam berdi, aldan yasa tarqatardi yani. Misol uchun men Zohidbekdan olib, o'zim ishlagan yaratdim, shunga yordam etdim. Bu ustidan kulib, bu kambag'al ekanligini aytmaymiz. Hatto tafakkur shunday shakllanadi. Ya'ni kimdir donat kerak, okey, aldan keladi yordam beradi. Aldan kelib tarqataraman shuni. Tarqatsadan ben başka olan ikkinchi odam yoki uchinchi odam yordam beraman. Demak ko'proq yordam beraman tarqatsadan. Natijada u maqsad erishdi. To'g'ri, o'zini pul bilan emas, ammo o'zi ko'ngildan chiqarib turishadi. Keyinchalik kimlardir bomba yordam berishi mumkin. Chetda open source loyihalar shunga yarashadi ko'pincha. GraphineOS ham shunga. GraphineOS bizlar o'sha dasturchilar, hakkerlar, kiberxizmat mutaxassislari donat tashlab o'zini ixtiyorlar. Majbur tashlamaydi. Tashlamasan siz sen mana donat tashlamading, va sen bu pulni aktivatsiyadan kasana o'yinda kulrang yozuvdan aktivatsiya yozib chiqarib qo'yaman demaydi. Ishlatadi. Imkonim bo'lsa donatda, imkonim bo'lsa ishlatadi. Va bu narsa open source. Ochiq manbali. Bizlar GraphineOS kodini GitHubga girib ko'rib bildiramiz. Boshqa kodni kompyuterimizda to'xtatib turib, ichini o'zgartirib turib, misol uchun bizlar ishonmadan kod qatorini o'chirib tashlab, shuni keyin sistemalarni telefonlarga ishlatamiz. Va nachin Google Pixel, nachin Redmi yo'q, nachin Samsung yo'q desak, hozirchalik Google kompaniyasi o'zining smartfonlarida o'zini Androidga o'chirib tashlab, boshqa sistemalarda ishlatyapti. Shu GraphineOSdan men bir narsadan hayron qolgan tarafim bo'ldi. Masalan, iPhone bo'lsam, Android bo'lsam, biron bir fayl ya ijtimoiy tarmoqlarni Play Market ya App Store'dan yuklab olib uстановка qilib bo'lsam, email kodlarini ya emailingni so'raydi. Shunda uni uстановка yoki yuklab olib qo'ydim. GraphineOSning o'zida biron narsani uстановка etchak bo'lsam, email so'ramaydi, kod so'ramaydi. Ya'ni o'zicha Emailsiz ishlaydi. Play Marketda alternativa bor. Play Marketdagi hamma programma past bo'lsin. Telefon yangi dokument korobkasini ochib yoqsam, birinchi navbatda tilni tanlaysan, keyin emailni so'raydi. Email so'ragandan keyin telefon ishlashdi. GraphineOSda emailsiz ishlaydi telefon. Emailsiz, kodsiz ishlaydi telefon. Akkaunt bo'lmagan kerak. Akkauntsiz ishlaydi telefon. Gmail qo'shib hech bo'lmagan kerak. Ya'ni
sen kredit üçün başqa yol qalmır. Misal üçün Sen topish uchun email ya akkaunting yo'q bo'lsa, sen topishdan iloji yo'q tamam. Bunday iloji bo'lsin mumkin. Misal üçün xavfli Wi-Fi tarmog'i bilansangizlar, Wi-Fi tarmog'i Wi-Fi orqali sen Başka kuzatish Wi-Fi IP'si bilan topish mumkin. Ya bo'lsa, bilasan. qaysidir kompyuter aparatur 100 bilansangizlar, o'sha kompyuter 100 bilan telefon turib, sen taqash mumkin. Lekin sen hech narsa bilmasang, grafiniz xavfsiz. Hozirchalik. Keyinchalik bundan qaysidir ko'sa bo'lsa, hech kim bilmaydi. Lekin ichine sim karta tıkıp ishlatib turamiz bo'lsa, masalan, уже xavfli bo'lib qoldi. Kompaniyalar blok qilibdi, antena ko'tarsin deydigan bo'lsam, grafinsdan voz kechib Android snorkatishga ichine. Lekin qaysidir ma'noda hukumatlar kuzatishi to'g'ri bo'lishi mumkin. Jinoyatchilar tutishi, misol uchun qaysidir savdo odam o'zining telefonini buzdirib qo'ydi, hackera ichki ishlar. Hech kim masalan izdan tushib tutmaydigan bo'lsa, ular yana ko'payishda yo buzishda davom etsa, O'zbekistonda tinchlik ham yo'qoldir. Odamlar keyin telefon ishlamaydi. Telefonlar qiziqish ham yo'qoldir. Rivojlanib qoldi. Biz hozir qattiq elektronik puli yo'lab qo'yish kerak degan gapimiz ular uchun, xalq uchun noto'g'ri fikr qoldi. Elektronikda pul o'g'irlash oson. Banda safety sandiqdagi puli o'g'irlab bilmaydilar, chunki uni ustida yatırım dedi. Masalan, Tasavvur qilsangiz, Uzcard ochdim, Uzcardga pul tashladim. Qaysidir hakkerlar buzib kirishini pul olib qo'ydi masalan. Keyin shu odam topishim kerak sen. uni izom yo'q. Sanani endi boshladim kiber xavfsizlik bilan misol uchun. Sen ichki ishlar o'tirib ustida yozdim. Ichki ishlar izini topdim men. Chunki ularga girishga ruxsat yo'q. Ya'ni ichki Bu ishlar qaysidir ma'noda ularga girishga ruxsatlar qo'ygan bir to'g'ri yo'lda. ichki ishlar uni buzib kirish iloji yo'q. Va bu narsa katastrofa. Ertaga dumlu og'ir bo'ladi. Xalq уже nima etgan saydi, yo'qotmadi. Bizdan xalq aytoldi. Va yana bizlar yo'llardan aytamiz. Qaysidir ma'noda bu kuzatish, lekin 100% kuzatishlar xato. Ya'ni misol uchun meni telefon, meni o'zim rasm bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa men ham xotinim, bolalar rasm bo'lsin. Va men ular rasmni qaysidir okey, davlat uni kuzatishimiz to'g'ri-da, lekin bunda davlat to'pon zaiflik topib turib, hakkerlar topib olib bo'lsa. Yaqinda shu gapda savol qaytamiz. Yaqinda bir nima bo'ldi? Yaqin 1 yil bo'lmadi, 5-6 oy, 1 yillikda desak ham bo'ldi. Bir dastur ishlab chiqdilar. Endi bu chetdan kelgan dastur, O'zbekiston ham bunda puli ko'p odam girdi bu dasturni. Odamlar kino ko'rdi. Kino ko'rib like bosgani uchun kinoni oxirigacha ko'rib, masalan 2 soatlik kino girdi. 10 minut o'tiraverdan like bosib chiqib ketdi. Keyingi kinoda 10 minut o'tirib ko'rdim, like bosib chiqdi. Like bosib ko'rgan kinosi uchun biron bir dollarlari yeyishadi odamlar. Gününe masalan 15 dolar, 20 dolar, 50 dolar ko'pchiliklar 4-5 telefon ya 20 telefon olib oilasida hamma telefonni kelib qo'yib, hech qanday ishni ham to'xtatib qo'yib, o'tib zaryad etib qo'yib, 20 xil, 30 xil akkauntdan Shu girib, programmaning adi ayif. O'sha qilib masalan ko'p ko'p odamlar marta eshitgandim-da. pul ishlab qoldi odamlar. Lekin oxirida masalan 50 dollar ishladi, 2 akkauntdan girdi, 100 dollar ishladi, 4 akkauntdan girib 300 dollar, 600 dollar, 1200 hacmini orttirib qoldi. Oxirida 10 ming, 100 ming ko'p odamlar uylarini, mashinalarini tikib shu o'yinga girib tashladilar. Oxirida hammasi Foydaga borgandan keyin avtomatik bankrot bo'lib, endi bloklanib ketdi. Shuncha odamlar puli yo'qolib ketdi. Uxlatib ketdilar. Keyin davlat odamlarni militsiyalarga borib, odamlar masalan shu o'zini dardini aytgan vaqtida, u davlat odamlar ham xalqqa qarab, sizlar shuni o'ynayotgan vaqtida bizdan birozini so'rashmadingizlar. Bizlar sizlar endi hech qanday yordam berib bilmaydirsiz degan gap aytdilar masalan. bizlarni bozor bor-ku. Urganch. Dehqon bozor. Shunda dumcha bir 50% odam o'sha AFT'ni uylandi, o'ynadi. Bu o'ynagan odamlar ko'p. Oddiy men do'stlarim ham 2-3 ko'ngilshi sinfdosh do'stlarim ham shu narsani o'ynadilar. 50 dollar, 100 dollar tikib masalan 1000 dollar, 2000, 3000 dollar odam foydaga kirganlar ham bo'ldi. Rostdan ham pulni chiqarib uylarini o'ynatgan odamlar bo'ldi, mashinaga to'yatgan odamlar ham bo'ldi. Lekin bular qiziqishi yana ortib, ko'pchilik oilalar buzilib ketdi masalan. Men o'zim guvohi bo'ldim. Bir yosh oila, ya'ni oilaviy namizni diklab olamiz deb, erini Rossiyadan yurgan pullarini o'zim yillab yurib bankda, lekin bankda yillamam, doğru yaran pullarni ayfa tikib 10 ming, 20 ming dollarni tikib, shuni 40 ming, 50 ming ikki hissa ko'paytiraman deb, oxirida blokka tushib, bu pullarni chiqarib olib bilmay qolib, o'yin yakunlanib tamom bo'lib, erim Rossiyadan u yana qaytib kelib, qarasa bankdagi pullar yo'q, o'yinga tikkan o'yin bloklandi, ajralishib, oilalar, bolalar yetim qolgan vaziyatda bo'ldi. Necha bir odamlar o'zini o'zi
öldürüşədən yetib bardı, atanam indi məni şu pul kandid tapsa, mən pul tapdılmən özünü özü ölkib duran vəziyyətlərim oldu, aylar acaydı, vallahi yetimlər etdi, məsələn, şu adli bir oyun idi, məsələn. Aytdı bu, nəfərən əzbəb yem bolada soydur, şişli olmalı. Yəni, Şüngəli oyunlara, məsələn, əvvəlləri olub adamlar, adli adamları uxlatış. məncə bunun əsasında iki nəsə yaptı. Birincisi, yəni, umman adamda şurada vəziyyət, pul dım gerekli, pul köpətiş gerekli. Asan pul tapış gerek. Asan pul var. Kıynaması gerek. Öz asan pula girməsi gerek, asan pul içi de yok. İçi de yok, kibir xaslıqdan asan pul yok. Bir ölmede oku iş gerek mesela. Bilim aş gerek, kıynaş gerek. İkinci nəsə, puldan təşkar muamma, bilim. Bizə də xalqın çıxıb qaldı, yaşı. Lənət SSR dövründə xalq qrup kolxozda işlədi, mal baxtı atış işlə qaradı, bilim alışına şərait ətilmədi bunlar. Misal üçün atışan oldu. Bunlar vaxtında məktəbdə ulu klası, 6-7 klasda yüzəkdə sentyabr, oktyabr, noyabrda çıxdı Paxta. yerlər. Bizə özəndən çıxamız. Doktorlar paxtalar çıxan, studentlər paxtalar çıxan, məktəbdəki müğallimlər paxtalar çıxan. Məktəbdə dərs var, bir dənə müğallim birikdirildi, 3-4 klasa, klasa alayında girib çıxıb, həmin müğallim paxtada, məcburi. Yəni xalqda ilim alış üçün 3-4 ay ilimdən kəsib qoyulur, paxtada işləyir. Yəni SSR şünyən siyasət yürüzdür, bundan gələn asaslar var deməsə, xata bozan, xalq ilimdən toz qoyulur, nəticədə xalq nə olur? İlim yox, bilim yox, teşvik görüş yox, nidə də nə qədər ox getdik də basamız. Daş ötəmiz. Ana adam şöp durdu. Axırıncı tekşiş yox. Okey, bir adamlar şunası oxşadı. Məndən şunası oxşadı, yürüb adam köpək getdi. Ayıqda bir adam misal üçün $200 pul tapıldı. Mamla kanalı, davay mən $2000 tapıldı. $3000 tapıldı. Adın ekspert diyen program çıktı. Pul tikip sonra vay tikip bu aylar tapıldı. Yani adamda azart var. Bu nərsəni basış üçün başda adama ilim verir. Yani adam bilim alsa, bundaki əsası ihtiyaç qrup pul olan bir adamdır. Yani mən qrup pul tapışım gerek, aylarım pul olsun gerek. Niye bu şey? Yani adam özünü nəfsində sən yukarı açıq bir adam. Nəfsində yukarı çıxan adam qrup pul ödəmir. Bunun için lakin ben pul gerek. Yani adam bırak pul görse özünden alır. Arzularına yetişirse, misal için kimdir İzmir iPhone alsa yazılır, sen maşın alsa yazılır, uyar alsa yazılır. Şu nəsə alınan ki, adam da ayında ucu ne o kadar var? Dağ tepkisine çıkıp olur ucu. Olur kendine. Ne temelidir da? İlim bağlanıdır, inisiyatif, layıqatdır, yangi proyektdir, kampanyasıdır. İlime kadar ayında prosta hayatı beraber geçiyor. Ucu kamera çıktı ya başka çıktı. İki xil adam var da, məsələn, bir xil adam özü hayat davamında ağır mehnətlər, məsələn, pul toplayır, özünə gərək nəsələrini əməl aşırıb qoydur, öyünü qurdur, normal işinəmət, maşın aldır, ailəsini çöt getib, ballarını oxub qoydur, arzularına erişib boldur və toxtu yaşarında. İndi bir anda mən fəqət yeyib içməsəm boldur. İkinci xil adam var, uam xudur şunun nöldən diklərini gəldir, uam şu özünü, ailəsini, özünü, üyünü, maşinini, həmməsini cacana qoyub boldur və ondan keyingi həyatında indi mən xalq üçün yaşasın gerek deyib, məsələn, məktəb qurdur, bağça qurdur, ya məscid qurdur. Xalqa indi yardım edir çünki mən ailəmi təminləb buldum. İndi mən də xalqım, ya dostlarım, ya bir yaxınlarıma yardım versin gerəkdən fikirdə adamlara mı oldum məsələn? Çapa adamlar var, bir dağ adınsa ikinci dağı, üçüncü dağı. Göz doymuyor. Nəfs. Peki ilacı varca, bizlər həmişə oku mərkəzi açışımızdan maqsadımız aslında quru özləmimiz, üçümüz quru kibir xaslıqdan bilimli, güçlü bulup durup başqaramaz. Bizə üçümüz güçlü, bilimə ega bulup durup, cəmavi halatda, işləyən halatda, xalqımızda məsələn, yetik kadrları işləb çıxış gerek. Onlara yetik güçlü bilimlər verib, onları işsizliklə, iş bilən təminləmiş. Özbekistan içində gərəkli idara karxanalara yetik kadrları yetişib çıxışdan bizə öz xısamızı qoşuşumuz gerek. Ular, ştobu, başqa çet dövlətlərdə sərsan sarık adamı bir əlinə qalan bu kul sifətində işləb, qıynalıb, ailəsindən uzaqda, atana fəzətlərindən uzaqda yaşamın, öz ailəsinin əlində, Özbekistan içində işləb durub, çetdəki puldan köprək pul tapış imkaniyatına ega. Bu sahədə, lakin aldığında qınçılıqları var, qınçılıqlar yana altında toxlaq qalması gerek, bilimlərini alışı gerek, əməliyyatları bəcək görüşü gerek, astasıkiliklə özü yetik kadr olsa, liboy karxana tədbirkar adamlara, məsələn, bank xadimi olsun, bizləri, məsələn, idara karxanalar əmməsi özünə yetik kadrları tartib aldılar. Həmməyə gerek yetik kadrlar. Bizlər hazır Danətdə yeni açılış, məsələn, okul mərkəzi, bizlərin hazır yetik kadrlar olsa, bizlərin iş alamız. Həmməyə gerek yetik kadr. Sifətli kadr həm vaxt gerek. Sifətli kadr buluş üçün əldində qınçılıqları yengib çıxış gerek. Qınçılıqlar gələn vaxtda bu yol mənə məsəkən deyib,
yo'ldan chiqib boshqa yo'nalishga ketmaslik kerak. Har bir soha qiyinchiligi bor. Qiyinchilikdan o'tib bilgandan keyin yengillik rohati bor. Hozir biz oldimizda qiyinchilik o'tiramiz mumkin. Zarurat bor, hozir kiberxavfsizlik zaruratlardan birisi. Yani zaman chiqarib qo'yib, Faqat kiberxavfsizlik emas, dasturlashtirish shunaqalar ham bormi? dasturlashtirib bor, lekin misol uchun men ChatGPTga turib, mana shu stakanchi versiyasini qo'ysam, mana ChatGPT stakanchi degan safar bor. Vibe coding. Va coding, ya'ni dasturchi bugun misol uchun ko'rdingiz, Telegram, Instagram post yozdi. Bu yerda men ikkalama ishni AI ga qo'ydim. ChatGPT Gemini bilan boshlash. Rasm men Canva yaratdim, AI matn bana Gemini yozdirdim. Bu yerda grafik dizayner, copywriter ishini men AI ga turib o'zim qo'ydim. Mutlaq. İkkalama ish olishni aytdim men. İkkalama ishni mutlaq men AI ga qo'ydim. Dastur shuni Abdulaziz Ovin Siyodis masalan o'quvchimiz. O'qimagan sajini AI bilan yozadi. Bu AI bilan u darajaga ishlash kerak emas deydi. Boshqa qanday? Dizayn ko'rdingizmi? Namani yo'li. Hozir buni noldan kimgadir HTML, CSS, JavaScript boshqa parametrlar o'rgatib davay shuni bosadi deyincha 2-3 oy ketdi. Tushuntiringchi. Men bular hozir dasturchi umuman kerak yo'q. Dastur sohasida ikki turli yo'q. Lekin dastur sohasida 80-90% ishi AI bajarib turibdi. Oxirida qanaqa server deploy etish, domen ulash, server ulash, uni ishga tushirish, ya bo'lsa loyiha uchun ideya o'ylash degan bizlar qoladi. Uni amalga oshirish uchun AI ko'p yo'nalishlar turibdi. Hozircha dasturlash kerak, lekin 100% hamma ishni odam qilmaydi. Eng anavi qaror qabul etishlar bizda turibdi dasturchilar. Menda yana bir qiziqarli savol chiqib qoldi. Masalan, O'zbekistonga yaqinda kelib keldi. Robotchalar, kuchukchalar ya robotlar o'zlari O'zbekistonga kelib keldi. Yaqin 1-2 yilcha kelib keldi, lekin bu boshqa davlatlarda allaqachon yo'l qo'ygan robotlar yoki kuchuklar, avtomashinalar robotlar, masalan, Tesla robot. Arka sidinkada o'tirgan telefonda ya o'zini motorda lokatsiyani kirgizib qo'yib, bemalol uxlasang bo'ladi, o'zi manzaraga yetkazib oladi eson-omon. Lekin robotlar bor masalan. Keyinchalik hozirda urush bo'lib turgan davlatlarda ko'pchiliklarda odamlar o'zi urushdi, avtomat ya bomba orqali bo'lsa, keyinchalik urushlarda robotlar qatnashishi mumkin. Robotlarni katta ehtimol bilan ular yengib chiqish qiyin, chunki ularda o'q ham o'tmaydi, o'q o'tganida u temir, unga ta'siri yo'q, qiliching ham ta'siri yo'q, unga udar ursang udaring ham bilmaydi, ish yeri qaramaydi, u hushdan ham ketib qolmaydi. Shunga bizda kiber xavfsizlik yo'nalishida masalan shu robotlarni o'zlarimiz tarafga o'tkazib olish yoki urushib turgan yerda uni o'chirib qo'yish, bloklab qo'yish yoki uni buzib tashlash ilojlari, shuning kuchli kodlari va parollari esa chiqib qo'ydimi bizda masalan. Zaiflik bo'lsa buzib kelsa bo'ldi. Zaiflik topsa buzib keldi. Chunki urush hamma vaqt bo'ldir. Bu ketgan narsa bo'lmag'ay, lekin mabodo bo'lgasa O'zbekistonda masalan shungalik urush bo'lmag'ay, bo'lgan taqdirda masalan robotli jangchilarga masalan insoniyat unga kuchi yetmasa masalan, Robotlar ular insoniyat kuchi yetadi lekin. Yetish uchun unga biza bilim bo'lish kerak. Yo'q. Unga kuchingni yetkazib bo'lmaydi unga. Unga faqat bilimni yetkazib bo'ladi. Iron, Falastin, Isroil o'rtasida bo'lib urush Faqat bomba. Hakkerlar ishlatdi, dushman davlati raketasini olgan vaqtda uni buzib o'ziga qaytaradi. O'zini obratni qaytaradi. Ya'ni kelajakda o'ylash bo'ldi, ya'ni hukumatlar ham misol uchun shu robot yasab tursa faqat robot okey bu. Shu daraja xavfsizki, uni biz ham buzib kirmaydigan narsa qilib Nechikdir zaiflik. Qoldir biz shuni bir biz ertaga boshqalarga allanchiq kitramiz. Men qoldir bu narsani biz hacker sifatida kiber xavfsizlik sifatida topib buzib kiramiz. Qo'rqinchli texnikali tahdidli narsa nima desa, sun'iy intellekt, AI intelligensi mukammallik. Sun'iy idrok, ChatGPT boshqasi mukammallik intelligensi. Misol uchun sen borib turib 2 3 ko'rsan 4 bo'ldi desang yo'q dedi. 2 3 ko'rsan 5 bo'ldi dedi. U sana hozirni o'zidan mana qarshi chiqdi. Sani fikringga qarshi chiqish nima? Mukammallik uchun. Ya'ni sen xato dedi. Aytdim, ko'ngilda demayman, yaxshi bu odam ekan bu. Menda yaxshi pullar yo'q. Xato. Sen xato o'zingni. Ya'ni mukammallikka intildi. Buni men hozirgi ertaga u natdir u. Misol uchun agar sun'iy idrokka ray berilsa, ya'ni tanlov imkoniyati berilsa, u ertaga misol uchun insoniyat tipini, odam tipini просто rad etish mumkin ekan. Ya'ni urush bo'libdi, odamlar ikki robot urushtirib turibdilar, bunda misol uchun bir davlat dushman davlatda robotlar urushyapti, u davlatdan robotlar urushyapti. Robot bo'lishi mumkin. Ya'ni knopkani bosarsan, to'g'ri qarab turib atmaga bu bona qachish uchun dushmanni anglab berish uchun idrok kerak, sun'iy idrok kerak. Va sun'iy idrok mukammal keltirdi.
Agar unda talon kampiyada bo'lsa, aytdi, "Ey, to'xtaydi mana bu." Bize ikkimiz urushgan vaqtda yoktu. Nechta biz Bize ikkimizni urushtirib turgan bu insonlar edi. Bizlar urushni o'zimizga qaytargan insonlarni yo'q eksponat yo'qotak, biz o'zimiz kayfiyat boshlayapti. Masalan, robotlar fikrlash agar imkoniyati bo'lsa, bizlar buyruqlarimizga bo'ysunish emas, o'zlari fikrlidan darajaga yetsa, ikki robot yaqinlashish vaqtida gaplashish ehtimoli bor. Bir-birini fikrini o'qiydigan darajaga qarshi. Ular bir-bilan gaplashish emas. Chunki ular bilimlarni o'zaro almashyaptidir. Uni bilimi, uni kallasini oladi, biz ikkimiz urushimiz to'xtab nazar kendatdan o'zini odamlarni yaksanatdir va o'zlari robotlar keyinchalik dunyoni bosib ehtimoli bor. Va bir George Orwell degan odam Malhona degan asarni tushunasizmi? Endi aloqasi yo'q, lekin uyda Malhona degan asarni aytib, firmadagi Malhonadagi hayvonlar inglab turgan ishda davom etadi. Keyin odamlar bizlarni sutimiz sog'lomlar, pishirib etimiz yeydilar, bizlarni otizda ishlatdilar. Keyin biz odamlar o'zimiz aytdik, odamlarga qarshi isyanat turib, Malhonaga kelib oldilar. Bu oddiy ish vaqt haqida yozilgan asar bu endi. 1900-yilda yozilgan asar. Ikkinchi narsa bor, Cloud degan AI bor, ustun intellekt bor. O'sha Mythos degan modelni chiqardi. Mythos degan modelni chiqarib turib, ular izolyatsiyaga, o'rab olingan muhitda bunga topshiriq berdilar. Davay aynan keldirmi? Sen bizlarga xabar ber dedi. Xabar berishga ular telefon nomeriga email qoldirmadilar. O'zini kompyuteri izolyatsiya bilan, tarmoqdan uzilan, tarmoqdan internet bilan uzilan. Lekin kompyuterdan kompyuterga yo'l topib turib, bunga xabar berish iloji bor. Bu netni nechadir qisqa vaqt ichida, bir kun ichida ularga xabar berdi emaildan. Biz bildik san xabar keldi deb. Va Cloud degan kompaniya o'sha AI modelni o'zi ommaga chiqarib ketgan, bizlar ham ishlatib turayotgan, lekin yetmadi. Ommaga chiqarmadi. Bu dim xavfli edi. Biz ham uni kod yozish uchun zo'rat chiqartirdi. Natijada bu kiber xavfsizlikdan zo'r qoldi, ya'ni hakkerlik. Güçlü Linux distorosi bor, 1996-yildan beri zaiflik eng kam chiqqan Linux distro bor. O'sha Linux distrosidan 27 dona kamchilik topdi. 27 dona. 30 yil davomida insoniyat topilmagan kamchiliklari sun'iy intellekt topib berdi. Ya'ni AI shu darajada kuchli. Asari unga hozirchalik to'liq imkoniyat berilmadi. Odamga o'xshab o'zini qaror qabul etishi. Agar qaror qabul etishga imkon bo'lsa, u dumgimi qo'ygan odam insoniyat. Misol uchun World Economic Forum var, Dünya İqtisadi Forum var. 2005-yilda bo'ldi, 2006-yilda ham bo'ldi. Oshida bir masala o'rtoq bo'ldi. Agar okey tutdilar, hozircha ChatGPT chiqib, Gemini chiqib, boshqa sun'iy intellekt modellar agentlar chiqardi va bu narsalar dasturchilar uni grafizmlar uni videolashlar uni bosdi. Sun'iy intellekt shuncha ish zarar berdi. Okey, lekin odamlar kompaniyalar ishlar bo'shatversa, ular AI ishlatish boshlasa sun'iy intellektni. Bizlar shuncha odamlar ish bilan ta'minlab turibdi. Ya'ni yuqoridan siyosatchilar, u biznesmenlar shu savol qo'yibdi. Bize farkı yok. Mesela şimdi ben kampanyamda 10 milyon adam var, ben 10 milyon adam boşa tarafından eğer şiş yaptıramam, eğer becermezse. Yap yok, lakin 10 milyon adam yok ki. 10 milyon işte. 10 milyon adam net beşidir, yani sağlık bular. Bu vakti ki AI kampanyalar ne yaptı? Bizlere AI prompterler yaptı, yani AI prompt yazdıran adama gerek oldu. Lakin bu çıktı havaga boşak verdi. Sebebi 10 milyon adam ne prompt yazıyor. Mesela şimdi bir tane AI kampanya 100 tane destur şeyler boşak yasaş. 10 milyon adam gerekli. Bu problema var bizde. İkinci problema var. Gelecekte bu tahmin elbette hakikat sonunda kabul edeceğiz. İkincisi arkadaşlar AI apokalips. Sun'iy intellekt insaniyat tipinin üstünden nazarat alınması mümkün. Matrix temkin var mesela. O mazmun şuna tafkittir. Ya bu olsa adli misallar veriyorsa. Ben sun'iy intellektga bir savol berdim da. Ben zertdim, qiziqarli savol ber dedim. Qiziqarli savol ber dedim. Bu birinchi bergan savolimga email dedi. Robotlar sun'iy intellektlar kelajak insoniyatni bosib oliblarmi deb savol berdi. So'rasam. Ya ben umuman kallamaga ham yo'q-da. U birinchi bergan savol mana shuni aytibdi-da. Shuni o'zi ham qo'rqizib qo'ydi. Savolni Shuni o'zini sun'iy intellekt men qo'rqizib qo'ydi hozir. Misol uchun kim odam ChatGPT ishlatib, ChatGPT'dagi internet uzunqasiga serverda problema bo'lsa, ana u yozish bilan to'xtab qolish mumkin. Cloud degan AI bor. Cloud'e, Anthropic'e, u netde ahırkı Twitter'da post gördüm. Aslında banka şunası. Bir adam, aşı Cloud diyen EA'ya sökünü yazan. Sen hani işlete gelmiyor, sen yaraksız zam geldin. Musur meselesini yazan. Cloud game'a çok ketip atıp yazan. Sözün gelmiş, yaraksız adamsın. Özü işin becermeden mağayet otuyorsun deyip. Git çat yap koyalım, yazıp dedim. Tezi çatı şey. Özü bloklab tashlama adam. Ya bloklamadı, aşı çat yap koydu. Pestan ama metin girdiğine yok, tezi çatı şey, yüz basıp. Vay be. Ha, o'zi mazmun yaptı.
Misol uchun yuqorida uni shunchasi tushuntirib bo'lish mumkin. Mana misol uchun program yasatdilar, program hukumat uchun bo'lsa, uning ichida video yo'rish imkoni bo'lsa, Shuncha mavzu ziykalli, tushuntirib olganlik, yasakalli o'ratib, oxiriga turib bir xato aytib qo'ydi, nazorchi bo'ldi masalan. Keyin olib so'yvermazdi. Yoqimsiz narsa aytib bilan ish demaydi. Keyin gap qo'ydi просто chat. Ish bilan qo'ydi. Va ko'p siz bilan aytdik, azi misol uchun qo'rqishni turibsiz, bizlar bosib turibsiz, lekin aziki eng ulug' muammolar bo'lib, ish qolish. Shuningdek, просто ish qolsa, misol uchun ChatGPT, Gemini, Claude'lar, AI'lar просто kompaniyalar uchirib qo'ysa, bundan uni zarar ko'rish. Sababi ko'p kompaniyalar ko'p narsalar ko'p kompaniyalar O'zbekistonda misol uchun bu narsani foiz kam bo'lishi mumkin, 10%, 20% IT kompaniyalar AI'dan e'lon qilish uchun chetda 70-80% kompaniyalar AI bor. Ya'ni AI'ga tayanib qoldi ular. AI ish qolsa ular уже uxlaydi. masalan bizlar oddiy avtotransportga muhtoj bo'lib qolmaylik, ular ham muhtoj bo'lib qolgan. Lekin avtomashinalar yo'q vaqtida odamlar peshkom yo otorva shuni ham bir hayvonlar orqali bo'lsam uzoqdan yaqinayotgan tuyalar orqali bo'lsam keyinchalik bu texnikalar chiqqandan keyin hamma shuni o'tadi. Masalan, hozir ko'p oilalar rivojlanib ketdi. Hozir bitta uyda Alisa degan narsa bo'ladi. Svetlarni, kompyuterlarni o'chirib yoqadigan narsa bo'lib ketganda, aqlli Alisa. Agar shu o'chib qolsa, u uyda ishlamaydimi? Rushnoy. Eshiklarni o'zing kod ochib takasan, o'zing svetdan yoqib o'chasan, o'zing xodnikni ochib o'chasan. Yana kulcha turibsiz. Ha. Televizorlarni o'zing, kanallarni o'zing ketma-ket bog'laqlik bilan hammasiga o'zing kuching ketadi. Va shaxsan misol uchun to'liq o'tishi ma'qulman, lekin hozirgi vaziyatda, hozirgi yo'lda misol uchun men xohlayman yo'l chiqarish sababi mana grafik dizayn ishimni AI bajaradi. Kopirator ishni AI bajaradi. Hukumat kelsa, research qilsam AI. Men o'zim operating sistema yasash ustida ishladim. Linux distro. Ham AI yasatdim misol uchun. Ko'p ishlarni AI yaptiribdi masalan. Hozir AI просто yo'q bo'lib qolsa, men uchun ham qaysidir minus. Men yana shuncha ishchi olishmayotganimda ishim aslashib qoldi. Ko'p vaqt va aql. Lekin bir taraf bor, nazariya bor. Hamma montazi sun'iy o'qitildi, sun'iy misol uchun ChatGPT o'qitdi, Gemini o'qitdi. Bora-bora shular o'qitib bo'lib, men qog'oz bilan kitob, gazeta boshqa narsalarni yo'qotib turib, AI bilan monetizatsiya qilish paydo bo'ldi. Kitob yo'q, boshqa narsa misol uchun tasavvuratinglar, maktabda kitob o'qitdilar. Aytdim, o'yinlar keyin misol uchun maktab o'quvchilarining darslari hammasi AI kiritilsa, maktabda shuncha jarayon qilish mumkin. Doim kitob o'ynashtiramiz. Daftar, kitob yo'q. Portal ustida kompyuter bo'lish, shuni ochib o'qiyapsiz. Hamma telefon yo kompyuter. Bu vaqtda lekin zamon xavf bo'lishida odamlar nima ishlatish mumkin? Yo'q masalan, oddiy ishpansiz o'qish tarixda misol uchun qilayotgan zo'r fermer bilan deb aytsa, u o'tirgan odamlar ishontirmaydi. Chunki ularda bilim yo'q. Bilim bo'lsa, tarix bilish uchun ular tarixini kompyuterda o'rganib AI'dan ishlaydi. AI esa bizlar ham yolg'on ma'lumotni chiqaramiz. AI yo'q davrda misol uchun biz Alisher Navoiyni yaxshi ko'ramiz, bizi bu hozir guli bo'lgancha biz ishonamiz masalan. Sababi biz Alisher Navoiy yozgan original asari arabcha ochib o'qib tushunamiz. Hali bizlar almashamiz. Vaqtidan keyin kitob qog'ozda yo'qolib ketsa, narsa raqamda o'tkazsa, bu davrda haqiqatni topish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun kerak xavfsizlik. Ish bo'lsa biz qilmayapti, turadi, ish qolsa kerak. Ish bo'lsa. Keyin savolim bor edi. Sun'iy intellekt o'zini o'zi o'chirib biladimi? Bildim, to'g'rimi? O'zini polniyasini o'chirib tashlaysan. Agar uni ruxsat bersa bu. Bu ya'ni ruxsat bu Swift o'xshamas, misol uchun rayba bor, talonkan bo'lsa. Uni masalan ushlab turadi-da, narsa uni ushlab turadi. Hozirgi holatda sun'iy intellektda guardrail deb tushuncha bor, guardrail. Ya'ni himoya to'siqlari bor. Bu narsani AI o'z-o'zi biladi. Dasturchilar uni siz bilan chizig'ingizni bunlarni aytmaydi. AI shu chizig'i ichida ishlaydi. Misol uchun ChatGPT. Lekin o'tib tipildir. O'tib tipildir, aylanib tursa bo'ladi. Bu yo'llar bor, lekin ochiq narsa, ammo ko'pchilik bilmaydi. Oddiy xalq bilmaydi. Lekin kiberxavfsizlik mutaxassislari hakkerlar shu narsani turib AI buzib biladi. ChatGPT atom bombani ichga solishni biladi. Lekin siz ChatGPTga mana atom bomba yasab qo'ysa, yo'q, bu narsa mumkin emas, bu inson uchun tarafat olgandir va bu narsa noqonuniy. Lekin shunga yana promptlar bor, shu promptlarni yozsa, ya'ni uni boshqacharoq ma'noda yozsa, sana so'z u nima deyasan, nechta moddalar bor, go'shtli partiyadan zararli moddalar hammasiga sana chiqaradi. Hozircha shunga, ya'ni hozircha insoniyat AIga dasturchilari guardrail qo'yibdi, to'siq qo'yibdi. Shu to'siqlarni o'tmaydi, bilsang ham. Agar bu to'siqqa atlash bilan bo'lsa, yo bo'lsa AI mustaqil kelishtirgan bo'lsa, u o'zini yo'qotish imkoni ham bor. Bu odamga o'xshagan narsa, qaysi nimada?
Men misol uchun odam sifatida yashab, Sun'iy odam. o'zim umrim tamom bo'yicha o'yincha yashash mumkin. Ya bo'lmasa xudo ko'rsatmasin, jonimga qasd suitset o'tkishi mumkin. Ya'ni tanlov oladi. Ham agar biz tanlov bersak, men o'zim uchrash imkoniyatiga ega. Ya'ni raqamli tizim bu. Linuxda sudo arm arif degan kod bor. Buni bossam, Linux tizimi o'zimiz qo'lga o'tib o'chmashadi. O'zini o'chmashadi. Va ham narsa imkoni bor. Agar atamadisa, imkon bersak. Va menimcha podkast shu tomosiga bo'ladi. Salom bir bo'ldi. Normal. Mesela bize kuzatib turan obunachilarimiz, kuzatib turan odamlar masalan rahmat. O'quv markazimiz ochiq, nasib etsa kimda kimlar shu farzandlar yoki o'zi qiziqishi bo'lsa bemalol bizda yosh chegarasi yo'q. O'qishga kelib o'qiyamansa aytib o'tganingizdek 3 kun bepul ta'lim, 3 kun davomida mabodo qiziq bo'lsa ustozimiz va biz orqali kelsangiz sifatli ta'lim berishga harakat etamiz. Allangacha O'quv markazimizda sharoitlarimiz bor, internet, bufe, server hammasi joyida. Va biza qonuniy hakkerlikka o'rgatamiz. Biza noqonuniy telefon buzib kirib, Instagram buzib kirdi. Okey, buzishni o'rgatamiz, lekin qonuniy tarafdan, ya'ni bizda o'qib turibsiz, jinoyatchi bo'lib, qamoqqa chiqmaysiz inshaalloh. Biza o'rgatamiz qonuniy tarafdan. Ya'ni biza nima desa bo'ladi? Biza pichoq yasash o'rgatamiz. Va biza undan so'ng ovqat pishirish ovqat pishiradigan bo'lsa, nimadir kasish kerak bo'lsa, shuni kaslaymiz. Biza u pichoqni avtomatik deb o'rgatamiz. Lekin shu avtomatik turgan pichoqdan himoyalanish uchun ham odam net pichoq qo'yishni bilish kerak. Biz divanlarda pichoq tiqamiz, bizda server bor, o'zimizda serverda biz muhit yaratamiz. Shundan manipulyatsiya qilib, ya'ni byurolari kompyuter telefonda buzib ketilmaydi. Bizlar serverimiz ichidagi virtual muhitda buzib ketildi va undan hech qanday zarar yo'q. Biz shuni o'rgatamiz hamma jihatdan va natijada bizda o'qigan o'quvchi eng kamida o'zini himoya etish darajasiga chiqdi. Himoya etish endi nima bilan? Hakkerlardan, kiberhujumchilardan, kibertahdidlardan. Va podkast xudo xolisa bu oxirgi sonimiz. Sonda nasib bo'lsa dedi Akramaka. Keyingi sonda qaysi mavzular sizlarga qiziq bo'lsa, savollar bo'lsa, yoki taklif bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Men Hidayat, Akramaka markazining hozircha asoschisi. O'zboyevamiz, shunda administrator hozir va Zohidbek bo'lajak tasdiqchi. Ana shunda podkastimizni yakunlaymiz. Rahmat hammaga. Rahmat.